Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. 5-ci qitimliq Mən Natiq Uyğur Ğunçilari nutq so'zlash musobaqasi uchun avatilgan videolarni ko'rgach, davomliq musobaqaga qatnashib kelayotgan bolalarimizning necha yil ichidagi o'zgarishlariga sap soldim. Ularning chuchuk so'zlik kichik boladan dadil o'smirga aylanish jarayonida ona tilining qanchalik pishib yetilganligini ko'rib yetish tas emas. Mən ularning ilgirlashlaridan suyunish bilan birga qatnashgan bolalarning hammasidan shunchalik faxrlandim. Chunki bu bolalar o'zining tilida so'zlaydigan bir sahna izlayotgan bolalar. Chunki bu bolalar o'zining tilida o'z xiyollarini degisi kelgan bolalar. Chunki bu bolalar o'z tilini yaxshi ko'radigan bolalar. Ulardagi suyumlik, qizg'inlik, hayajon mangmi yo'qqandek bo'ldi. Mening yuragimni xuddi musobaqaga qatnashgandek bir hayajon qoplab oldi. Men bu hayajonni kichik chaqlarimda vatanda yashab boqqan. Mana mushu bolalarimizga bir vatan berolmaganimiz uchun afsuslanib lav tishlashning o'rniga o'rnimizdan dast turib ular uchun qo'limizdan kelganning hammasini qilsak, ularmi bizga o'z natijalari bilan javob berdi ekan. Shuning uchun men bu bolalarga alohida rahmat aytaman. Her yıl o'tganda bir balimizga bir yosh qo'shilib, o'zi yashayotgan jamiyatga bir qadam yaqinlashib, bizdan bir qadam yiroqlashadi. Agar biz ularni shu jamiyatga moslasha oladigan yaramliq odam bo'lishdan sirt, yana o'z tili va madaniyatidan yiroqlab ketmaydigan haqiqiy Uyg'ur qilib chiqishdan umid uzmasaklar, ularmi bizni umidsizlantirmaydi. Buningda faqat oilada oddiy turmush paranglarini qilish bilan cheklanish albatta yetarli emas. Ular savodliq bo'lishi, kitoblarimizni ravon o'qib huzurlana oladigan va ulardan o'zimizga munosabatli qimmatli miroslarning hammani o'zlashtira oladigan bo'lishi kerak. Bundaq bo'lish uchun atrofidagi cho'nglar ularga zerikmay, terikmay hamdam bo'lishi kerak. Mana mushu va mushuning o'xshash musobaqalarga davomli asar qatnashtirayotgan, jurnallarimizga asar avatayotgan bolalarimizning ota-onalari ana shu yetakchilikni voyaga yetkazib qilayotganlar desak bo'ladi. Ya'ni shuning uchun men bu ota-onalarimizga alohida rahmat aytaman. Ularning ko'zlaridagi vatanga bo'lgan talmurishni ko'rish va ularning ko'zlariga vatanning ishqini silish har birimizning qo'lidan keladi. Bu vazifamizni voyaga yetkazib o'rinlash umidida bolalarimizga atab yozgan Ko'zinglarda vatan bor nomli she'rimni ko'pchilik sunmoqchiman. Vatansiz demisun o'zgalar meni, ko'zinglarda yayrayotman. Qarichiqinglardagi vatanimni yuragimga boshlawataman. Ko'zinglarda xon tangridek mustahkam bir g'urur yasawataman. Ko'zinglarda takli makondek tilsimatda yashayotman. Ana tarim do'lqinlarida menmi billa teshiyotman. Ana bug'da mana mustaqdin buvam bilan tang eshiyotman. Sayramdek suzuk, qanasdek sirliq ko'zinglarda petiyotman. Qara qashning bujg'unlarida tang bilan billa etiyotman. Balaliqimga qenib o'zimni ko'zinglarga qamayotman. Vatan haqida so'z cho'chak bo'lsa, ko'zinglarni sanayotman. Ey asaldek tatliq bolalar, sizlardan bir vatan yamayotman. Natiqlarimizning nutqlari vatanga bo'lgan sig'inishimizga malham bo'lgusi. Faoliyatimizga o'z umidlarini, ko'ngil so'zlarini avatgan doktor Mahbirat Abduvali adimizga va shoir Abdushukur Qumtur akamizga chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Suyumli kichik do'stlar, assalomu alaykum. Men Natiq bolalar nutq so'zlash musobaqasi munosabati bilan sizlar bilan yuz ko'rishdim uchun bekmi xushalman. Ana til bo'lsa bir millatning mavjud bo'lib turishda eng muhim ahamiyatga ega. Uyg'ur tili Uyg'ur millatimizning ana tilidir va dunyodagi eng go'zal, eng boy tillarning biridir. Ana til o'rganmak bizni eng yaxshi ko'rgan va bizni beqib cho'ng qilgan onalarimizning tilini o'rganmak demakdir. Ana tili ajdodlarimizning bizga qoldirib ketgan avloddan avlodga davomlashadigan merosi. Ajdodlarimizning bizga qoldirib ketgan merosini saqlash va bizning keyingi avlodlarga yetkazish bizning muqaddas burchimizdir.
ana til faqatlam bir-birimiz bilan aloqalash uchun foydali bo'lib qolmasdan, balki o millatimizning madaniyatini saqlaydigan va davomlashtiradigan eng muhim qurol bo'lib hisoblanadi. Sizlarga mana shundoq Men Natiq nutq so'zlash musobaqasi o'zinglarning ana tilining qimmatini texmo namoyon qila olasizlar. Hozir do'stlaringlar orasida nutq so'zlagan bo'lsanglar, kelgusida dunyo miqyosida elib berilgan eng muhim musobaqalarda, programmalarda va dunyo xarakterlik eng chong yig'inlarda nutq so'zlay olasizlar. Bu nutq so'zlash musobaqasida qatnashgan bütün sabiylarimizning jasoratiga afirin. Shundoq bolalarni tarbiyalagan, yetishtirgan ota-onalarga afirin. Her xil sebepler bilen musabaqa qatnasha olmagan o'moqlarimizning keyingi yillarda shundoq musobaqalarga qatnashib, o'zini chiniqtirish va yetildirishni umid qilaman, ham shunga ishonaman. Kelgusida hammanglarning texmo muvaffaqiyatlarini qo'lga keltira oladiganligiga tilakdoshman va shunday bo'lishiga ishonaman. Ustozinglar Xandan muallim, sizlardek aqlli, tirishchan, g'ayratli bolalarni ona tilida tarbiyalaganligi ve shunday ahamiyatli faoliyatlarni o'rlashtirganlik uchun Xandan muallimni tabriklayman. Oxirida men hammanglar uchun muvaffaqiyat tilayman. Allohga omonat. Nutq so'zlash faoliyati balalarning natiqlik qobiliyatini yetildirishdagi muhim, ahamiyati zo'r bo'lgan bir faoliyatdir. Balalar nutq faoliyatiga qatnash orqali so'zlarni to'g'ri, ravon ve canlılık şekilde sözleşini öğünüdü. Tefekkürünü yenilaydı. Mandaq şeytkanda özünün til kabiliyetini aşırdı. Bugün günde natiqlik meyli siyasi sahnede olsun, meyli kişilik münasibetlerde olsun, meyli günlük turmuşumuzda olsun, insanlığa güzellik bağışlaydigan, kişilerini tesirlendirdigan ve kişilerin oturusundaki münasebetlerini tenşeydiğen mühim bir söz sanatidir. Şuna balalarning bu xil faoliyatlarga qatnashishini qizg'in qo'llayman ham tabriklayman. Hürmetimde faxrlik, ana dilim, can dilim. Medeniyet taxtida büyük sultan han dilim. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Assalamu alaikum suyumlik do'stlar. Shoir Komiljon Nasir yuqorqi she'rda bizning ko'nglimiznikini aytib beribdi. Biz ana tilimizni hurmatlaymiz. Hurmatlashga yaxshi o'rganishga tirishimiz. Biz ana tilimiz bilan madaniyatimizni, tariximizni o'rganamiz. Burunqilar qoldirgan kitoblarimizni o'qiymiz. Bir-birimizni texmo yaxshi tushunamiz. Biz ana tilimizni ravon so'zlab qolmay, yana eng chiroyli shaklda so'zlashga tirishimiz. Shuning uchun bu yil 5-qatimliq Men Natiq Uyg'ur xonchilari nutq so'zlash musobaqasi o'tkazyapmiz. Hamma mahirlar asarlarini o'zlari yozib yodildi. Cho'nglar, sizlar ularning so'zlaganlarini anglasanglar, vatanga borgandek, kichik vaqtinglarga qaytgandek bo'lib qolsizlar. Musobaqamizning baholovchilari falsafa fanlari doktori Mamtimin A'la muallim, Amerika ovoz muxbiri Qasimjon Abdurahim muallim, Uyg'ur Antal Tur maktabi ilmiy mudiri Gulnar Imom muallim, Tekliflik baholovchi mustaqil tadqiqotchi Zulhayot O'tkir xonim. Vatanimizning tezroq mustaqil bo'lishini tilab, musobaqamizni istiqlol marshimiz bilan boshlaymiz.
ana tilimizni öğrenişdeki yaxşı yardımcımız. Mahirlarning asarlarini ko'rishdan avval ikki she'r anglab bag'ayli. Huzurunlarda Slovakiyadan Muhammed Xalid dikilmasiya qilgan Sadir Palvan qo'shiqlari va Yaponiyadan Madina Azmat dikilmasiya qilgan Ana tilim nomli she'r. Sadir Palvan qo'shiqi. Sadirmanu sadirman, sadir bo'lmay kimdirman. Tağ yolini so'raysan, hamma joyni bilurman. Sadir deb itim yomon, 15 yoshda atalgan, silabki tutilganda Qumulxonga palangan. Yağmurda tola yetib, çiçim bir quchoq bo'ldi. Yağmurni tishar chog'da quvurg'am pichoq bo'ldi. Assalamu alaykum. Hürmetli ustazlar, suyumli dostlar. Ben Yaponiyadan Madina Azmat. Bu yıl 6 yaşga kirdim. Şeir ana tilim. Ana tilim can tilim. Hayatımga ham tilim. Ecdadımның tekbisi tumurunda kan tilim. Adın başlap süzümni. Açtım akıl küzümni. Ana tilim bolğaçqa uygun deymen üzümni. Ana tilim bolğaçqa Medinemen uygun kızı töhbe kuşup vatanga basqayman ecdad izi. Rahmet. Allah'a emanet. Bizni kichik ko'rmanglar. Bizning jiq qiziqishlarimiz, jiq arzularimiz bor. Bizningmi vatanim deydan yurkimiz, atrofimizga nur chachiran kulkimiz bor. Musobaqamizning tunji guruhida 7-8 yoshlik ini singillarimiz o'zlari yezib, o'zlari yodilgan nutuqlarini so'zlaydi. Assalamu alaykum. Mening ismim Abdulaziz. Mening eng yaxshi ko'rgan meva. Men hozir sizlarga 4 pishmoq aytib beraman. Kim uni topa olsa, mening eng yaxshi ko'rgan mevamni topgan bo'ldi. Tishi sirliq, ichi ruhliq. Bozordan oldim bir tal, uyga keldim 1000 tal. Ha, to'g'ri topdinglar. Mening eng yaxshi ko'rgan mevam anar. Nemishqa desanglar, anar hem faydalı, hem bereketli, hem tatlı. Anam bizga bozordan tayyor mevasiga olib bermaydi. Dadam ba'zida anarni siqib suyini chiqarib beradi. Hammamiz ichimiz pek tatlı bo'ladi. Ba'zida kechki tomoqdan keyin kunduzi ko'rgan bilganlarimiz haqida paranglashqa Abdullah oturup anar yeymiz. Bir anarni parçalasak bizning oydagi 7 odam hammalarga yetadi. Anamning deyishicha, anarning ana yurti Qashqar ekan. Anar bilan nemishqa anarga shunchalar amroq turman desa, anar bilan ikkimizning ana yurti Qashqar ekan emasmi? Ey Qashqarim, meni saqlab tur. Bir kuni boraman. Bargan kunim bağlarımda kire daraxt anar daraxiga yamishib o'z qo'lim bilan anar üzüp yeyman inshaalloh. Assalamu alaykum Abdulaziz o'g'lim. Nutqingizni anglab shunda huzurlandim. Nutqingiz xiyollarimni Qashqarninki anarliq bog'lariga ilib ketdi. Sizning chuchuk va o'moq tilda anarni so'zlayotgandagi hissiyatыңызdan bir Uyg'ur o'g'ilning vataniga bo'lgan cho'nqur sevgisini ko'rdim. İxtiyorsiz sizga barakallah aytdim. Bundan keyin hayotingizda odamlar bilan xuddi anarning donisidek uyul va ijil ittifoq yashang. Alloh hammamizni vatanga berib, Qashqarning anarliq bog'laridan anarlarni üzüp yeyishga nasib qilg'ay. Bir kunlari vatanimizda jam bo'lg'aymiz. Buning uchun har vaqt tirishqaysiz. Rahmat. Assalamu alaykum hurmatli ustozlar, suyumli do'stlar. Men Yaponiyadan Aytimar Azmat. Bu yil 7 yoshga kirdim. Hozir sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan nutqim yomg'ir.
Umaq dostlar, yaxşımı sizler turatqan dövlətlerde havarayı qandaqraq? Ben turatqan Yaponiyada yağmur pek köp yağdı. Lekin ben yağmurni pek yaxşı görmem. Çünkü yağmur yaqqanda sirtki bütün dal-daraxt, gül-giyah, ot-çöpler ursuzluğuna qandı. Eğer mehriban Allah yağmurni yaratmagan bolsa, şuncha köp dal-daraxt, gül-giyahlarning hali nim bulaydi. Her qitim yağmur to'xtagandan keyin men anam bilan ikki singlimni yirib uyning oldidagi bog'chaga chiqib, bog'chadagi dal-daraxtlarning yağmur suyida yuvingan holatini ko'rishga oldirib ketaman. Agar sim yaqqan yağmur bo'lsa, kunlik ko'tirmaylar chiqib olamiz. Bilansizlar do'stlarim. Sim yağmurdagi havoning qo'rqinish shuncha yaxshi ko'raman. Ba'zida o'ylab qolaman. Menmo yağmur bo'lib vatanimda yaqsam, cho'ng opam, cho'ng dadamlarning mag'ziga tushsam, qancha xo'sh bo'larmisa, sizlarmo yağmurni yaxshi ko'ramsizlar. Tug'li rahmat. Assalamu alaykum. Aytimar Azimatninki nutqi intayin g'albilik chiqqan bir nutuq. Mayli talaffuz jihatdan bo'lsin, mayli nutqni o'rindash jihatdan bo'lsin, hamda jumlalarni, so'zlarni to'g'ri urg'uliq, to'g'ri intonatsiyada so'zlash jihatlardan bo'lsin. Shundaqla nutqning temasini tanlab taki mazmunda o'zining o'xshamagan har tarafdagi his tuyg'ularini, ya'ni o'zi yaxshi ko'radigan yağmurga bo'lgan o'zining ko'z qarashlarini intayin ravon ifodalagan. Aytimar Azimatning bundan keyingi o'rganishiga va hayotiga texmi zo'r utuqlarni tilayman. Assalamu alaykum qadrli muallimlar ve sevimli dostlar. Benim ismim Zübeyye. Bu yıl ben 7 yaşga kirdim. Bugün ben sizlerge bu oyunu tanıştırmakçı. Sizler bu oyunun ismini bilemsizler kiçik dostlar. Ben bu oyunu pek yaş görmem. Bizden bitkimen boş vakit tapsakla daim oynayımız. Benim dostlar biz bu oyunla tanıştıkaylı. Sizler körvatkan bu oyunu biz şahmat deyimiz. Bu oyunu şahmat tahtisi deyimiz. Bunda 64 tane katayıcı var, 34'te ak katayıcı var, 34'te kara katayıcı var. Boyunda 34'te uruk var, 16'da ak uruk var, 16'da kara uruk var. Biz uruklarla tanıştık ve oyunu kandak koyuş ügüneyli. Bu bolsa piçka, bu piçka tüz mağalaydı. Bu bolsa bir padişah. Bu padişah 8 tarafga böyle kadem ağlaydı. Bu yindiki bolsa bu haneş tüz mağalaydı ve havaç uzak mağalaydı ve yantı mağalaydı. Bu bolsa bu pil fakat yantı mağalaydı. Bu bolsa bu at 7 şekilde mağalaydı ve uruklar atla bedeleydi. Bu bolsa bu turka tüz mağalaydı ve havaç uzak mağalaydı. Kim şahni burun tutup alsa şu halbı kılgan buldu. Şahma oynayışını ilgin varlılarımın küçük dostlar. Bu oyun bizni akıllı balladın kıldı. Şahma sizlerge yaş dost bularlaydı. Ben hemminlağa bu oyunu tavsiye kılmam. Fırsat bolsa birlikte oynayışını tulmuq alayman. Rahmet. Zübeyir Aziz. Zübeyir Azizning bu nutqining temasini aytib o'zgachakan. O öz yaxshi ko'radigan o'yinlardan shaxmatni tanishtirishni tanlabdi. O'ziga yaxshi moslashgan bir temani tanlay olibdi. Bu shaxmatning qandaq bir fayzi o'yin ekanligini, uni naqadar yaxshi ko'rib o'ynaydiganligini, bu o'yinning qandaq o'ynaladiganligini bayon qildi. Ko'pchilik nutq boshlanganida diqqat qildinglarmi deyman. Zübeyir Ravan ana tili bilan şahmatdan ibaret bu oyundaki uruklarning nomlarini masalan atilishini sap Uyg'ur tilida atildi. Şahmat oynayalaydiganlar ko'p, lekin şahmatning uruqlarining ismlarini buncha to'g'ri, buncha o'lchamlik Uyg'urcha bildiganlar nayt az bo'lishi mumkin. Masalan, menmo bu uruqlarning ichida torka deb atilgan uruqni yaxshi tanib oldim. Uruqlar tanishtirilib bo'lgandan keyin o'ynash usulini nayti
ixcham, tərtiblik, məzmunluq tanıştırdı. Bu tushuntirishlarda til ravan və tushunishli bo'ldi. So'zlaganda talaffuzimi nayt to'g'ri. Turishlari bek erkin, qo'l badan harakatimi bek yaxshi moslashdi. Bu shu o'zini nayt erkin tutish orqali og'izda bayon qilayotganlar bilan nayt yaxshi moslashtirib, nutqiga bir kuch berdi deyishga bo'ldi. Anandan keyin Mayirimiz Zübeyir şahmatni, bunun qandaq bir o'yin ekanligini, qandaq o'ynalganligini tushuntirib qo'ymasdan yana şahmatning rolini ve onun oynasa adamның zihnini açadigan, adamni texmi aqlli qilib yetadigan bir o'yin ekanligini tilga elib ko'pchilikka tavsiya qildi. Mush orqali anglag'uvchilarda shaxmat haqida bir aniq va butun bir ta'sirot paydo qildi. Meningcha bo'lganda 1 minut 46 sekundlik bir nutqda mushundaq unumni yaratmak haqiqatan qaltis bir muvaffaqiyat. Men Zübeyirni bu muvaffaqiyati bilan tabriklayman. Zübeyir nutqining oxirida o'zim debdi, agar fursat bo'lsa do'stlar bilan bir qo'l shaxmat o'ynashni xohlayman deb. Zübeyir, meningmi siz bilan birga bir qo'l shaxmat o'ynag'im bor. Meningcha siz shaxmatga mendan ustida qilasiz. Lekin hech qisi yo'q. Men agar sizga o'tirib yetib qolsammi, lekin sizga o'xshash bir shaxmat mayir bilan bir qo'l shaxmat o'ynab, sizdan jiq o'rganib shaxmatga texim usta bo'lib ketgan bor. Texim tirishing. Assalomu alaykum, hurmatli baholovchi ustozlar, sevimli do'stlar, yaxshimisizlar? Meni bugun siz demoqchi bo'lgan nutqim nuqtasi bolaligimizni isrof qilmaylik. Biz har kuni cho'nglardan balam, tamoqni, suvni, to'qni isrof qilmang degandek gaplarni anglab turmiz. Bularni isrof qilsak faqat bo'lmaydi. Chunki bu narsalar bizning hayotimiz uchun bek muhim. Yashash fursati hammalarga faqat birlikdan keladi. Bizning hozirgidek ummat, totliq, balliq davrimizmi ishimizdan cho'ng'ishiga erishib biz bilan qo'shilishdi. Shunga biz bu qimmatli davrimizni ahamiyatli, ko'ngilli o'tkazishimiz kerak. Biz doim telefon, kompyuterlar bilan uchrashib turmiz. Hatta necha soatlab bu narsalarni qo'limizdan tushirmaymiz. Ammo o'qning to'xtamasdan o'tib ketayotganligini sezmayla kunlarni kech qilamiz. Telefon, kompyuterlar bizdan ba'zi bir turdashlarimiz va televizyonimizda kamoz bo'lmaydi. Ammo bu narsalar bizdan balliq davrimizda sarf qilinsa, o'zimizdan cho'ng bo'lganda doktor, o'qituvchi, uchiqchi, soqchi bo'lmaydi inshallahimizga aytolmaymiz. Cho'nglar, vaqtim ketdi, baxtim ketdi, yoshlig'ingda bilim ol, qayrag'anda ishq sol deb nahayati to'g'ri debgan. Shunga biz bu qimmatli davrimizni qadrlab, yangi bilimlarni ko'proq o'rganib, ota-onamiz va millatimizdan bizdan kutgan umidini yo'qlash uchun tirishib o'qiylik. Oxirida do'stlarimning balliq davrini ahamiyatli, ko'ngilli o'tkazishini tilayman. Hammanglarga ko'p rahmat. Assalomu alaykum Mus'ab o'g'lim. Nutqingizni anglab ajoyib xush bo'ldim. Sizdagi dadillik, ko'yimchanlik va o'ziga ishonish har bir gap so'zlaringizdan va badan harakatlaringizdan chiqib turibdi. Bo'libmi sizdagi jonliq va ma'nilik harakatlar, urg'uliq so'zlashlar sizning nutqingizga alomat jon kirgizibdi. Siz menga xuddi ko'z oldimda turib, menga shu nutqni so'zlab berayotgandek ta'sirot berdingiz. Sizning nutq so'zlashda qobiliyatingiz bor ekan. Tavsiyam buningdan keyin mush qobiliyatingizni texnik joriy qildirib, Uyg'urlarning bir ovozi bo'lg'aysiz. Millatingizning ovozi bo'lish ham sharaflik, ham qiyin bir ish. Ammo ishonamanki, siz bu ishni g'alabalik qila olasiz. Aman bo'ling. Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga vatanga borg'im bor degan nutqimni so'zlab bermoqchi. Vatanga borg'im bor. Siz ana vataningizda tug'ilganmi? Vataningizni ko'rib boqqanmi? Afsus, men vatanda tug'ilmadim. Ham vatanga hech berib boqmadim. Men bir Uyg'ur qizi. Mening vatanim Sharq Turkiston. Men hech ko'rib boqmagan vatan, hech ko'rib boqmagan buvam, momam tushimga kirib boqmadi. Apam dadamda anglagan shu go'zal vatanga borg'im bor. Apam dadam so'zlab bergan vatanni har xil o'ylab boqman.
Apam bəzi nərslərini vətən pıraydı deydi. Dadam bəzidə bunun da vətənin təmi var deydi. Sizcə vətən qandaq pıraydıqandı? Təmi qandaqdı? Vətən zat qandaq rəngdi? Tağları mən görgən tağlarına oxşamdığandı. Özüm baraqlı qoyları qançilik çıraylıqdı. Həmmini öz gözüm bilan görüb, titib, pırab baqqım var. Şuna vətəngə hazırla uçub barğım var. Dadam daim vətəndəgidək tatlı meyvə yapmaqmıdır deydi. Mən yeyən meyvələrim bək tatlıq. Acaba vətəndəki meyvələr qançilik tatlıqdı, hə? Məndən ən köp oylaydığanım babam bilan mamam qandaqdı. Mən görgən buvay mamaylardək onlarının yüzlərində qoruq varmıdı. Buvamның saqalı aqmıdı. Onlarını bək sevimdim. Onlarını buva, mama deb çağırıb baqqım var. Onlarını quchqida o'ldirib, erklab baqqım var. Buvam mamam bar shu vatanga borğum var. Bilamsizlar, mening vatanga bir berib kelgim emas, go'zal vatanga berib, shu vatanning ichida yashag'im var. Rahmat. Assalomu alaykum. Zahra Xolidning nutqi bir mukammal chiqqan nutq. Mayli u nutqning mazmun jihatdan bo'lsin va shundaqla o'rindash san'ati jihatdan bo'lsin. Ya'ni o'rindash san'ati deganimizda badan tili bilan ig'iz tilining intayin mukammal mujassamlangan bir holatini bu nutq so'zligichidan biz ko'rib yetalaymiz, his qilib yetalaymiz. Men bu Zahra Xolidning butkul 2 minutlik nutqini ko'rish va anglash jarayonida alohida hayajonlandim va ta'sirlandim. Bu intayin mukammal chiqqan, intayin g'albilik so'zlangan bir nutq. Har jihatdan intayin maqtashga arzigidek bir nutq. Shuning uchun Zahra Xolidning bundan keyingi o'rganishiga va hayotiga zo'r utuqlarni tilayman. Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Fatima. Men bu yil 8 yoshga kirdim. Men Saudiya Arabistonning Madina Munawvar shahrida yashayman. Men hozir sizlarga o'zimning eng yaxshi ko'radigan qushimni tunishtirmoqchiman. Men eng yaxshi ko'radigan qush flamingo. Flamingo intayin chiroyli bo'lib, uning rangi qizil va hali rang. Flamingo Afrika va Hindiston qatorli issiq joylarda to'p bo'lib yashashni yaxshi ko'rdi. Do'stlar, sizlarcha nima flamingoning rangi chiroyli qizil rangda? Chunki flamingo rak, sadaf quzulusi qatorli qasraqliq baliqlarni yeyishni yaxshi ko'rdi. Bu qush kunduzda ko'p ahvollarda osmonda parvoz qildi. Nimishqa ular o'zlarining yirtqich hayvonlarga yem bo'lishidan ansiraydi ekan. Ammo ular ig'ir bo'lganlikdan uchishdan ilgari ozroq yugurib, ondan osmonga ko'tarilishga majbur bo'ladi. Do'stim, sizning eng yaxshi ko'radigan qushingiz qaysi? Bu mening yozgan rasmim. Chiroylimikan? Bu flamingo. Hammanglarga rahmat. Fatima Mahmud. Mayirimiz Fatima nutqida o'zi eng yaxshi ko'rgan qushlardan flamingoni tunishtirishni tanlabdi. Naytı jalb qilarliq va o'zgimi bek tushgan mos kelgan bir temani tanlayapti. Shu temani yaxshi tanlaganligi Fatimaning nutqining tunji muvaffaqiyati deb qarayman. Mening his qilishimcha Fatima nayt bir izlanishchan qiz ekan. Bundaq deyishimning sababi men flamingoni yaxshi ko'rmayman. Masalan, menga o'xshash flamingoni yaxshi ko'rganlar ko'p bo'lishi mumkin. Lekin flamingo haqida masalan Fatima so'zlab bergan bu o'zgacha ilmiy savodlarni men burun bilmaydi ekanman. Fatima flamingoni yaxshi ko'rib qolmasdan, yani u vaqtda izlanibdi, ko'p kitob o'qib, material ko'rib, u vaqtda jiq o'rganibdi. Bu xil izlanish ro'yi haqiqatan olqishlashga arziydi. Fatima nutqida bu ilmiy savodlarni nayt ravon ona tili bilan
intayın canlıq və yıqımlıq bir yo'sinda tonuşturdu. O ekranға to'liq diqqətini berib, şu nutqni anlıqçılar bilan bir bağ quraladı deb o'ylayman. Bayanlarını to'liq yetkazildi. Anandan keyin o şu nutqida o'zi sizib ip kelgan şu flamingoning rasmini oxir ko'rinish qilib, nutqiga texim obrazliq bir unum yaratılibdi. O yana texi diqqat qildinglarmiki, oraliqda anlıqçılarımız sual qo'yish orqali anlıqçılarni o'yinlashga yetaklab nutqning ichiga birga ip kirdi. Turishim shunchalik erkin, badan harakati, qo'llarining harakatlari nutqning ehtiyojiga bek moslashgan. Fatima tushuntirishdiki, til orqali bayon qilishdiki, shu mohirlik bilan bu nutqni so'zlash jarayonida xuddi darsxonadagi bir qaltis o'qituvchiga ekranlardagi mohir diktorlarga o'xshab qoldi. Fatima, siz ana tilingizni bek yaxshi o'rganibsiz. Siz bizga vatan sirtidimi, agar tirishib o'rgansa hamma Uyg'ur bolasining ana tilini mana sizdek qaymoqdek so'zlab chiqadigan, so'zlayoladigan bo'lib mushtaq bo'la oladiganligini isbotlab berdi. Sizga ko'p rahmat aytaman. Bundan keyin sizga yana shu tirishchanligingizning, ijodiyatingizning, izlanishlaringizning davomini tilayman. Sizga texmi ko'p katta natijalar yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Men ismim Humayra, men tili tapiq. Bugun 8 yoshga kirdim. Bugün sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan nutqimning temasi bo'lsa, mening arzuyim. Hamma odamning arzulari bo'lgandek, mening nurg'un arzularim bor. Asma sizlar bilan arzularimni o'rtoqlashib baqay. Men kitob o'qishni bek yaxshi ko'raman. Uning uchun menga o'xshash yoshlardan tashkil topgan bir kitob klubi qo'shni bek ma'ruza qilman. Bu guruhning a'zolari bilan birlikda o'qigan kitoblarimiz haqida suhbatlashish va bilishib bir kutubxona ochishni orzu qilaman. Mening opamga o'xshash o'qituvchi bo'lish orzuyim bor. Ba'zida opam o'qituvchi qilgan ana til sesiga kirib terapisida bolalarga o'yin o'ynatgan vaqtimda ukamga uyda bir narsalarni o'rgatganda bek xush bo'lib ketaman. O'qituvchi bo'lish menga bek go'zal bir tuyg'u. Mening vatanga berish, vatanda va tili tabiqqa o'xshash maktab itish orzuyim bor. Ana tilimizdagi nurg'un maktablarimiz bo'lsa deyman. Mening yana uchun bo'lganda millatimga manfaatli kitoblarni yozish orzuyim bor. Mening yana bir orzuyim Qur'on yodlash va ma'si bilan o'rganish. Orzularning amalga oshishi uchun niyat qilishdan boshqa albatta to'xtamay tirishish kerak. Men bu orzularim uchun tirishyapman. Masalan, Uyg'urcha va Turkcha kitoblarni bek ko'p o'qiyapman va saqlayapman. Kundalik xotira yozib, yoziqchilik qobiliyatimni o'stirishga tirishyapman. Har kuni Qur'on o'qiyapman va yaxshi o'rganishga tirishyapman. Maktabdagi darslarimni bek yaxshi o'qiyapman. Orzularimning amalga oshishi uchun opam, dadam va sevimli Qur'on ustozim menga bek ko'p yordam qilyapti. Ularga ko'p rahmat aytaman. Do'stlar, sizlarning menga o'xshash orzularinglar bormi deyman. Amsa hammamiz arzularimiz uchun tirishaylik. İnşallah arzularımız amalga oshsa. Assalomu alaykum qizim Humayra. Ajoyib jonliq nutqingizga rahmat. Nutqingiz bekli tetik, mazmunliq va ravon chiqibdi. Buning bilan sizni tabriklayman. Bo'libmi xarakteringizdagi tetiklik, umidvorlik va elish ro'yi nutqdagi har bir so'zingiz va badan harakatlaringizdan ayon bo'libdi. Nutqingizda tilga olgan har bir orzuyingiz chet eldagi barliq Uyg'ur o'smirlarining orzusi bo'lg'ay. Hayotida arzusi jiq odam xuddi hamyoni to'ng sayohatchiga o'xshaydi. Bu arzular sizni dunyo kezgizdi. Sizda arzular qancha mo'l bo'lsa, ham ular uchun qancha tirishsangiz, hayotınız shunchalik ma'nilik o'tadi. Bu arzular sizni yangi manzillarga yetaklaydi. Men sizning mushu arzularingizni ishga oshirishingizga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Hargiz bo'shashmang. Nurliq kelajak sizni saqlab turdi. Assalomu alaykum, men ismim Farruq. Men 8-20 yoshga kirdim. Men bugün sizlerge meni arzuyum degan temini so'zlab beraman. Her kimning o'z oldiga arzusi va g'oyasi bo'ladi. Ba'zilar olim, ba'zilar uchiqchi, ba'zilar o'qituvchi, ba'zilar bo'lsa doktor bo'lishni arzu qiladi.
Benim yaşlarga okşaş bir arzuyum var. O bolsun sakçı boluş. Çünkü sakçılar eski adamlarını tutudu. Yaxşı adamlarını qo'llaydı. Ular bek batur ve Lekin ben o'ylayman ki adamda güzel arzunun bo'lişi intayin yaxshi bir iş. Lekin arzu bo'lsam kupaya qilmaydi. Bizni arzuni amalga oshirish uchun bizda kuchlik iroda va tirishchanlik bo'lishi kerak. Men arzuyumga yetish uchun darslerimni yaxshi o'rganib, oldimga chiqqan mushkullik ishlarini kuchlik irodam bilan yengaman. Men saqchi bo'lish arzuyimga cho'qim yetaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Faruq imom o'zining yeshiga xos holda bu nutqni g'albilik o'rinlagan o'zining bir hayotdagi orzusini intayin yaxshi ifodalab bergan. Faruq imomninki til talaffuzi bo'lsin, shundoqla tilni ravon so'zlash jihatdagi ortiqchiligini bu nutqdan ko'rib yetkili bo'ladi. Faruq imomning bundan keyin texmi yaxshi nutqlarni so'zlashiga tilakdoshlik bildirma, ham o'rganishiga utuqlarni tilayman. Assalomu alaykum, mening ismim Sarvi. Bu yil 8 yoshga kirdim. Temada sizlarga sormoqchi bo'lgan temam mening singlim. Mening 3 ukam, ya'ni 1 erim va 2 singlim bor. Bugun sizlarga bu singlim to'g'risida so'zlab bermoqchiman. Cho'ng singlim va enim to'g'risida ularning to'g'risini pek taqozob kutgan edim. Bu qadam opamning qo'shqiniga yo'qincha singlimni nihoyat taqozob kutdim. Kutgan kunlar pek mast o'tdi. Bir kuni men maktabda o'qiyotgan vaqtimda tuyuqsiz opam va dadam meni olg'ili keldi. Va shu kuni singlimning tug'ilganligini, darhol doktorxonaga boradiganligini, shu sababdan men va 2 ukamni do'stimizning uyiga olib qo'yganligini aytdi. Singlim oxir tug'ilganda deb oldim va pek xushal bo'lib ketdim. Dadam va opam bizni do'stimizning uyiga ilib bordi. Men va 2 ukam dadamning bizni ilib ketishini saqlagach, do'stimizning uyida 2 kun qangacha o'ynadik. Birinchi kun kechda do'stimning opasining telefonidan buva singlimning rasmini ko'rib, sog'-salomat tug'ilganligini bildik. Shu vaqtda singlimni ko'tarib boqqim kelib ketdi. Oxiri dadam keldi. Uyga keldik. Singlimni ko'rdim. Singlim shunchalik ummaq ediki, qarsam ko'rib to'ymaydim. Uzun o'tmayla yasaq ta'tilga chiqdik. Bu kunlarda opamning balam, ukamizning uxlag'isi barkan, bo'ldi yotqizib qo'ying deyishlarga unamay, singlimni ko'tarib olman. To'xtamay gap qilib beraman. Yantig'i naqsha aytib kitob o'qib beraman. Men sizlarga desam, singlim menga pek tig'i 3 oylik bo'lgan singlim meni taniydi. Ko'tarsam xushal bo'lib ketadi. Bir qitim yig'lab ketganda uydagilar yig'isini to'xtay olmay, men to'xtatib bergan tig'i. Men singlimni bir parishga o'xshataman. Men singlimni pek yaxshi ko'raman. Rahmat. Sarvi Qasımcan. Mayırımız Sarvi Qasımcan əlləy uqsığı bolğan muhabbeti, iş köyərliki temi qılınğan nəhayətdimi omaq və yıqışlıq, cəlb qılarlıq mening singlim degan nutqni aytib kepti. Bu bir haqiqiy qarindoshlik mehr muhabbetini temi qilgan bir asar bo'lish sifati bilan anglisi kelgan bek yaqinliq bir asar bo'ldi. Mahirimiz Sarvi nutqida o'zini va fikrlarini bir qur tushuntirib o'tgandan keyin kichik uqsi tug'ilmasda uni naqadar taqozolik bilan kutganligini, ananki uqsi doktorxona tug'ilib uning bilan ko'rishib qo'liga og'ji bo'lgan jarayondami, ya'ni qanchalik intizor bo'lganligini nihoyat mohirlik bilan bayon qildi. Uqsi uyga kelgandan keyin uni qanchalik yaxshi ko'rib so'yib boqqanligi, uning bilan birlikda o'tgan shu ko'ngillik damlari, asmlari qatorliq tatliq bayonlar orqali mush allay singlisiga bo'lgan cho'nqur chin qarindoshlik mehr muhabbatini nihoyat oddiy
tushunishlik til bilan to'liq, obrazliq, ta'sirlik ifodalash maqsadiga yetdi deb qarayman. Mening eng diqqatimni tortgan bir nuqta shaylarni, voqealarni tonishtirishga qaraganda his tuyg'ularni ifodalash, mayli yezish bo'lsin, mayli til orqali ifodalashda bo'lsin, bakrak kuch va mahorat talab qilgan bir ish. Lekin Sarvi nutqida buni nihoyatda muvaffaqiyatli amalga oshiribdi. Uning bayonlari bakratlik, tili tushunishlik va hissiyotliq. Nutqini o'ziga bo'lgan ishonch bilan erkin, ravon so'zlab tamomladi. Haqiqiy hissiyot va cho'nqur mehr-muhabbat yo'g'rilgan bu bekmi umoq va ta'sirli nutqning sohibi Sarviga opirin o'qiyman. Sarvi, o'zingizga o'xshash tatliq ona tilingizni texim yaxshi o'rganishingizga tilakdoshman. Qarindoshlaringiz bilan birga har kuningizning xushal-xuram o'tishini, har kuningizdan go'zal aslimlarning qilishini tilayman. Sizga ko'p rahmat. Vatanim Sharq Turkiston, Nasr. Ana vatanim, can vatanim, güzel Sharq Turkiston. Gerçini körüp bakman, aziz topraklarını desep bakman. Tanrı dağlarında sapla pesirip bakman. Havuz-i Kevser'dek zemzem kebi sularını yutumlap içip bakman. Mendek bir yakırdan musafir boğan Sabina, seni köylep, huzur ilke, medhilep, tasvirlep, hiyallarımdaki vatan hakkın nesri iziş, bana bugün mamus tuttu. Gerçi 8 yaşta bolsam mı sağ bolgan otluk muhabbetim, yişimgin bakmay kolumga kalamışık takaza kıldı. Aziz vatanım, ben ne olsam görsen zalim Xitaylar tarafından temel kabarki belit kılıngan. Avazlara boğulgan, putkollarına kişilengen. Üstü açık türmüge aylangan bolsam mı, şu kıydaşlarına berdaşlık berip atkan, Koyellon Tanrı ve tel kitaplarım. Kanas ve sayram kızlarım, tarım oymallaklarım, teknologan kumluklarım, tırpan karızlarım, hiç kırıp gitmeyen ili derya valdanım kırıp, közürüm yaşalgan halda. Hıyalımdaki şu toprakta sep durup, sen bir mucizsen, sen bir büyük abidsen, aziz vatanım Şarkı Türkistan, dep, seni bekmesi yığındım, digirimçe, qattiq to'lg'im keldi. Vatanım, Xitoy zulmini 70-80 yilni yaxshi qilayotgan bo'lsam-u, biz farzandlarimiz uchun hech qilib berolmadik. Men va biz Uyg'ur matbuoti bilan kechirgan Sharq Turkiston deyishdim-u, o'ylaman. Aziz vatanım, bizni kechirgin. Seni bekmisi yig'indiq, aziz vatanım Sharq Turkiston. Salam qizim Zahra Erfon. Nutqingizdagi yalqulliq xitoblardan qalbim larzaga keldi. Kichik bir qiz bo'lishingizga qaramay, xuddi janggohdagi bir jangchidek qahringiz bilan zolimlarga xitob qilibsiz. Sizdagi jasorat meni ilhomlantirdi. Sizdagi ro'yi kuchdan ro'yim silkindi. Buning uchun sizga ko'p rahmat. Ovozingizdagi jangovarlik Uyg'urlarning ovozi bo'lg'ay. Siz Uyg'urlarning ovozi bo'lishga bek loyiq ekansiz. Ümidsizlik chirmayotgan xalqingizga mushu jarangliq xitoblaringiz bilan ilhom bergaysiz. Buning uchun hayotingizni baxshanda qilg'aysiz. Shundala vataningiz Sharq Turkiston sizdan cheksiz minnatdor bo'ladi. Bizmi ham. Bizga siz kabi qo'rqimsiz qizlar va o'g'illar kerak. Vatan sizlarni chaqirdi. Vatanning chaqirig'iga ovoz qo'shish eng buyuk vazifadir. Sizga utuq tilayman. Beşimga yarashgan do'ppam, gul bilan rang talashgan do'ppam. Do'ppalarimiz qandoq paydo bo'lgandi? Bu vaqtda ko'p rivoyatlar bo'lishi mumkin. Biz bularning orasidagi birini anglab bag'aylik. Ko'rdinglar, Uyg'ur bal yozuvchilar jamiyati idrok sinfidagi o'quvchilar deklamatsiya qilgan Do'ppi rivoyati nomli asar. Burundan burunsida Tarim daryosi bo'yidagi go'zal bo'stonliqda bir jup ayol o'tgan ekan. Erning ismi To'g'rul, ayolning ismi Aytug'di ekan. Ularning Kuntug'di ismli bir qizi bor ekan. Kuntug'di gulga omroq ekan.
Şun dadası hoyluğa xilma-xil güllerini teripti. Uzak ötmey güller ünüp çıkıptı. Ve gün siri boy tartıptı. Gün tuğdi her günü etiyen durup güllerini perviş kıptı. Yana bir mezgil ötkendin keyin rang-mirang güller echilip, hoyla gülzarlıkka aylanıptı. İllik şamal güllerinin puruqini yirak-yiraklarga tarqatıptı. Gün tuğdunun köngli şatlıkka tuluptu. Bir kuni to'g'ri bir yurtda jasab kun tog'dining boshiga kayg'izib qo'yibdi. Yurtda kun tog'diga bek arishibdi. U texmo chiroyli bo'lib ketibdi. To'g'ri bir tal gulni o'zining qalbiga qistiryapti. Kuz ketdi. Hovlidagi gullar solib xazon bo'ldi. Gulsiz kunlar boshlabdi. Ko'ngli yerim bo'lgan kun tog'di, kun bo'yi g'amkin yuradigan bo'lib qoldi. Buni ko'rgan Aytug'di bir do'ppa tikibdi. Do'ppani qizil, yeshil, sariq va boshqa rangli iplar bilan kashtilabdi. Bu do'ppa kun tog'dir husniga husn qo'shibdi. U o'zini go'yo gullarning orasida yashayotgandek, gullarning xush hidi dibiga urayotgandek his qilibdi. Aytug'di to'g'rilg'i bir do'ppa tikib beribdi. Bu do'ppaga yodam, yaproq va yulduz do'xshilarini kashtilgan ekan. Do'ppa kirgan To'g'ril o'zining texmi qomatlik, ruhliq sezadigan bo'pti. Mahalledeki kızlar gün toğdunun bişideki doppini görüp hevsi kepti. Ular anılarından doppa tikip bir işini ötünüptü. Oğullar mı boş gelmepti. Toğrulunun badam doppisi yarap ketkeçke, ular mı anılarının yanıga yuguruşuptu. Yıllarının ötüşüge ergişip doppa yurtlarga taraptı. Yana tehe onun xilleri köpeyip beş dalla, ünce, çaşma, üzüm, zər diyendek namlarda necce 10 xilga yetipti. Biz ana tilimizni faqat uydagilar bilan paranlashish uchunla ishlatmaymiz. Biz ana tilimizda o'ylaymiz. Atrofimizdagilarni tasvirlaymiz. Yana güzel xiyollarni suramiz. Endi 9-10 yoshliklar gruppasidagi do'stlarimiz sizlarga ana tilimizni qayalarga ishlatayotganimizni ko'rsatib qo'ydi. Assalomu alaykum. Mening ismim Beginor Sirajdin. Yaponiyadagi Tokio shahrida turaman. Yaponiya desen silen güzellerle, karton hünler ve güzel kimono giygen ayarlar bilen kardan kaplangan. Yani güzel vücutta silen güzellerle kesme mümkün. Aslında ben de aşı vücutta toğuluk sözüre vermem. Vücutta değilse Shizuoka ülkesi ve Yamanashi ülkesinin otursuğa çayraştıkan. Hücretdagi egashligi 3770 artmetr bordi. Hücretdagi ustiga chiqqan vaqt 5 soatda 8 soat bordi. Hücretdagi bir yanarda hücretdagi en oxirida patlagan vaqti 1707 patlagan. Patırıp ve füzetağını 5 tane köl bordi. Ben aşı 3 köl barıp bakan. Bir kölde gazra ödekiler ben bilakla nikit yediğin nesini belalaydı. Yine boğutağa çıkalaydı. Ben yine başka adamlar yine füzetağını patlaydı dedi. Füzetağını yine de füze haylandı da aşı bahçıba kazıkkalı. 2017'de Dünya Medeniyet Merasimine kirdi. Hücretler yine Japon'un Somali ve Pehri. Yine çokum hücretlerine kenarlar. Rahmet.
Assalomu alaykum. Belginur Sirajiddin o'zining chuchuk tili orqali Yaponiyaning sirtida yashaydigan barliq kishilarga Yaponiyadagi Fuji tog'i to'g'risida intayin g'albilik bir nutqni so'zlagan. Ya'ni butkul shu Fuji tog'i to'g'risidagi biz bilishga tegishlik mayli tarixiy uchurlar bo'lsin, ham hozirgi Fuji tog'ining holati bo'lsin va shundoqla boshqa zarur bo'lgan bu jo'grafiyalik bu o'rinning barliq uchurlarini o'ziningki ya'ni chuchuk tili bilan bizga intayin yaxshi so'zlab bergan Belginur Sirajiddinning bundan keyin texmo esil nutqlarni Uyg'ur tilida so'zlashiga tilakdoshlik bildiraman. Assalomu alaykum ko'pchilik. Mening ismim Alif Uyg'ur. Men bugun sizlarga haqiqiy bir voqeani so'zlab beraman. Ana Chayka. Bir shanba kuni biz uydagilar bilan birlikda bozorga chiqdik va narsa keraklarni sotib oldik. Do'kondan qaytgandan keyin hammamizning qo'lida cho'ng kichik xaltalar bor edi. Shunga opam, "Kelinglar, uylarning orasidagi qisqa yo'ldan mangayli" dedi. Shunday qilib biz ikki uyning orasidagi yo'ldan kesib mangmoqchi bo'ldik. Apam mangan siri uyning o'ksisidagi Chayka dahshatli churqirashga boshladi. Apam mengayverdi. Bu qatim Chayka churqirash bilan qolmay, apam tarafga qarab uchishga boshladi. To'satdan yana bir Chayka paydo bo'ldi. Ikki Chayka nihoyatda tuvan uchib apamga hujum qilishga tirishayotgan edi. Bu manzara bekmi qo'rqinchli edi. Biz "Apa, qaytib keling" deb vaqirdik. Apam yonimizga qaytib keldi. Apam qaytgandan keyin biz Chaykalarni bek tilab ketdik va bekmi hayron qoldik. Bir xatar bo'lsin deb atrofning tinchlanishini saqladik. Atrof tinchlangandan keyin Chaykalar yerga qo'ndi. Qarasak, uyning yonidagi gullikning ichida ikki kichik Chaykaning chujusi turadi ekan. Bir ana mayli hayvon bo'lsin, mayli inson bo'lsin, bolasini har doim jon tikib qo'g'daydi ekan. Men yonimdagi mehribon onamga qarab, uni ching-muching quchoqladim. Ko'pchilikka rahmat. Alif Uyg'ur. Mayırımız Alif Uyg'ur nutqini chiroyli salom qilib bek go'zal boshildi. Uning chiroyli atlas ko'yniki, Uyg'urcha do'ppi kiygan bu go'zal Uyg'urcha qiyofati bir ko'rgan kishini bekmi mahliya qiladi, bekmi zo'qini keltiradi. Alif qizimiz bu nutqida do'kondan mol setib olib, uyiga qaytish yo'lda yuz bergan haqiqiy bir voqeani bayon qildi. Ona Chaykaning Alifning opasiga qarab jiddiylashib ketishi, hatto uningga hujum qilishga urinishi ve keyin bu işlarning sababining oydinlashishi qatorliq jarayonlarni nihoyat tartibli, aniq, obrazliq bayon qildi. Tili oddiy, to'qilmalikdan xoli bo'lgan bir umoq, jonliq til bo'ldi. Mahirimizning chiroy ifodalari va badan harakatimi mishadagi voqelikni bayon qilishga nihoyat yaxshi moslashibdi. Bu yerdagi yuz bergan ishlarni emas, bu yerdagi ruhiy holat tasvirlarimiz shunday obrazliq va jonliq chiqibdi. Eşetki hissiyat özgürlüklerini his qılalaydıkimiz anlığanlar. Bu yerda birdam Alif bilan jiddiyleşidikimiz, yani ahirga bağanda Alif bilan tang tenişindikimiz. Nutqni anlagan kişi Alifning bu yazması qılamaz, onun şu his tuyg'ularni bayon qilish iqtidoriga opirin etmay turolmaydi ekan. Alif bu nutqida yana ona Chaykaning andili tuxumdan chiqqan bolalarini qo'g'dash uchun shu Alifning opasiga hujum qilgan qatorliq bir voqelikni o'zi bilan opasi o'tirsidagi mehr muhabbatga yana nihoyat mohirlik bilan bog'labdi. Bir anglamoqqa bu bir ona Chaykaning hikoyasida qilsimi, lekin u amaliyotda ona muhabbati kuylangan bir ta'sirli bir asarni vujudga chiqaribdi. Alif, siz nihoyat ziyrak, chechan, kuzatishga mohir, izlanishni yaxshi ko'radigan bir qiz ekansiz. Kichikkin bir voqelikdan
Bütün canlılar dünyasındaki barcha analarning öz farzandlarini qo'g'dash uchun hech kimdan qo'rqmaydigan, hech kimdan yanmaydigan bu xil botirligini, fidokorligini ko'rib yetalabsiz va buni shundoq esil bir nutq qilib bizga sunibsiz. Sizning bu mahoratingizga, qobiliyatingizga haqiqatan ofirin aytaman va sizning bundan keyingi yaratilgan asarlaringizga texnik zo'r muvaffaqiyatlarni tilayman. Rahmat sizga. Xiyollarım. Assalomu alaykum do'stlar. İşinmenki hemmeylerinin arzu, arman ve xiyollarımız var. Bugün biz şu xiyollarımızı ortaklaşıp bakaylı. Mening bir arzuyum var. Mende bir xosiyetlik bo'yoq bo'lsa. Agar menda rostli shundoq bir bo'yoq bo'lsa, men bir tinch dunyo suzgan bo'lardim. O dünyada hech qanday eski odam bo'lmaydi. Balalar xotirjam o'ynay olaydi. Urush bo'lmaydi. Kuchliklar ojizlarni buzak qilmaydi. Agar menda bir xosiyetlik bo'yoq bo'lsa, men kambag'allarga pul sizib berardim. Ularni bizga o'xshash turmush kechirgan bo'ladi. Agar menda bir xosiyetlik bo'yoq bo'lsa, men bir ozod vatan sizgan bo'lardim. Urug' tuqqanlarim bilan jam bo'la olaydim. Bir navri tuqqanlarim bilan Uyg'ur maktabida o'qiydim. Hayit bayramlarini ular bilan o'tkazatdim. Agar menda bir xosiyetlik bo'yoq bo'lsa, men meyiplarga bir sog'lom badan sizgan bo'lardim. Ularni bizga o'xshash yashagan bo'lardi. Agar menda bir xosiyetlik bo'yoq bo'lsa, men bir aqlli mashina odam sizgan bo'lardim. U mashina odam dadamning xizmatiga, opamning uy ishlariga yordam qiladi. Qanday do'stlar? Xiyollarimiz o'xshab ketamdikan? Undaqda kelinglar. Yaxshi o'rganib va tirishib birlikda bu xiyollarimizni reallikqa aylantiraylik. Assalomu alaykum qizim Maryam. Küçük çılğa ve acayip tasavvurlarga toyungan nutqingizdan söyündüm. Xiyollarınızın molluqi ve canlıqlıqi meni qail qildi. Meni bu xiyollarınız bilan hayatınızda yeni ma'nolarni topalaydiganligingizga ishondirdingiz. Tavsiyam, qo'lingizdagi xosiyatli bo'yoqni hargiz tashlamang. Bu bo'yoq bilan dunyoyingizni har vaqt o'zingiz xohlagan shaklda bo'yab turing. Yeni ideyalar bilan uni o'zgartirishga tirishing. Keyin shuni bayqaysizki, bu bo'yoqda dunyoyingizni sizib yurib, o'zingizmi tuymagan holda ruhingizni qayta sizib chiqsiz. Ruhingizni texdimi mollashtirsiz ve güzelleştirsiz. Siz bunu çokum qila olaysiz. Men sizga ishonaman. Sizga utuqlar yar bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, sevimli savodashlar. Yaxshimisizlar? Men Fatima Ilter. 9 yoshga kirdim. Turkiyada yashayman. Men sizlarga sayohat xotiram degan maqolamni o'qib beraman. Men atrofimdagi yangi muhitlarga ve her xil o'zgarishlarga bek qiziqaman. Shuningga sayohat qilishni intayin yaxshi ko'raman. Men bu yaz ta'tilda oilam bilan Qora dengizdagi Trabzon, Samsun, Sinop, Kastamonu degandek qatorlik shaharlarga bordim. Biz attigan shaharda mangduq. Havo shunchalik saf ve güzel idi. Biz yol boyu köp denizlerde ve yap-yeşil daraxtlarga qarab mangduq. Hiçbir yerde qaqaslik yok, hamma yer yeşillikqa pürkangan bo'lib, odamga saf havo ato qiladi. Biz dastlabda Samsunga tushib nashta qildik. Samsunning Osmançık küriçi meşhur idi.
biz yana Trabzon'a qarab ketdik. U yerda yap-yeshil daraxtlar ve çaylar var idi. Ormanlarda vichillab sayrashgan qushlar, eqibatgan sular kishilarga bek huzur beradi. Ormanning o'ttirisida sharqirabdan tushgan hosil bo'lgan ko'chaklarda o'ynab qang'ucha uzdim. Dikkatsizlikten suyunu içip alsam, ağız burnum yetişmedi. Ben heyran bolup, "Apa, bu su tuzluk emesken tatlık iken. İstanbul deniz suyu bek tuzluk idi," dep sordum. Apam, "Bu degen bulaktan çıkan tabii su, şunlaşka pakiz ve tatlık qanğucha isminiz buludu," dedi. Ben bu qanğucha içtim ve huzurlandım. Bu katımlık sayetim bek yoğunluk öttü. Qilar kitimlik sayetimni to'rt ko'z bilan saqlayman. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Fatima Eltar o'zining sayohat xotirasini Uyg'ur tilida ravon holda bir nutqqa aylantirib chiqqan. Fatima Eltar İstanbuldan Qari dengizdagi bir qancha shaharga berib sayohat qilish jarayonida ko'rganlari, anglag'anlari va his qilganlarini tatliq Uyg'ur tilida intayin ravon bir nutq qilib bizga sungan Fatima Eltarning bundan keyingi o'rganishi shundaqla texmi yaxshi nutqlarni so'zlashiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Agar mening bir xislatlik bo'yqim bo'lgan bo'lsa, nesli tugab ketay deb qolgan hayvonlar uchun yashaydigan makon va ularga hamrohsiz bergan bo'lardim. Undaq bo'lganda ular ko'payib nasl qoldirardi. Agar mening bir xislatlik bo'yqim bo'lgan bo'lsa, uy makonsiz qolgan kishilar uchun uylarni sizib bergan bo'lardim. Mushundaq bo'lganda ular qahtan qishning sovuqidan, yomg'irli kunlardan, bo'ron chaqinlardan saqlanib qolgan bo'lardi. Agar mening bir xislatlik bo'yqim bo'lgan bo'lsa, saqaymas kishilarga giribdor bo'lgan kishilar uchun xosiyatli dorilarni sizib berardim. U dorilar orqali ular kasallardan qutulib, normal kishilardek hayot kechirgan bo'lardi. Agar mening bir xislatlik bo'yqim bo'lgan bo'lsa, men ama kishilar uchun bir jipga sizib berardim. Undaq bo'lganda ular qapqara rangning o'rniga rangda yorug' dunyoni bizga o'xshash ko'ra oladi. Eng muhimi, agar mening bir xislatlik bo'yqim bo'lgan bo'lsa, ko'rinmas ayiqlar sizib, biz hozir borolmayotgan go'zal, chiroyli vatanimizga oilalar bo'yicha berib kelardim. O'zimning barliq urug' tuqqanlarimni yo'qlaydim. Hech kim bizni daxl qilolmaydi. Bu vaqtda men bek xush bo'lib ketdim. Men ota-onam bisib o'tgan Bulja shahrining barliq ko'chalarini menib o'tadim. Ota-onam o'qigan maktablarga berib ziyorat qilardim. O'zimning barliq urug' tuqqanlarim bilan Sharqiy Turkistonning eng go'zal yerlarini sayohat qilardim. Bo'libmi G'ulja shahrining dadam uzib cho'ng bo'lgan Ili daryosida dadamga o'xshash so'zib o'ynaydim. Narat yaylig'ida achchab turib o'ynaydim. Go'zal sayramning chiroyli manzilidan qang'icha huzurlandim. Bu vaqtda men o'zimni to'liq baxtli deb his qilardim. Bularning hammasi bir go'zal xiyol, go'zal orzular. Dunyoda xosiyatli bo'yoq bo'lmaydi. Lekin biz unutmaylik, dunyoda bir qudratli iloh bor. U bo'lsa-mu hammaga qodir Allohdir. Agar biz to'xtamay tirishsak, umidvor bo'lsak ham Allohdan chin qalbimizdan tilsak, shu go'zal tilaklarimizga yetalishimiz mumkin. Saida Subi. Sevimlik Uyg'ur qizi Mayirimiz Saida Subining bu nutqi to'lim o'zgacha chiqibdi. Saida, agar mening bir xislatlik bo'yiqim bo'lgan bo'lsa, degan bir chiqish nuqtasini bo'ylab, tasavvurni erkin parvoz qildirib, go'zal arzu armonlarini ashu xislatlik bo'yoqni material qilib turib, noiti to'liq obrazliq tushunishlik bayon qildi. Uning balliq qalbatki bu go'zal arzulari mening vujudimni lazzatga keltirdi haqiqatan. U nasli qurib ketish xavfiga duch kelgan hayvonlarga yordam qildi,
namratlarning beshini silabdi, saqaymaz kasallar giribdor bo'lgan kishilarga yordam qilibdi, amalarga rangdor dunyoni ko'ra oladigan bir mumkinchilikni yaratib beribdi. U nutqining eng oxirida xislatlik bo'yqida sızgan aeroplani bilan vatanga qaytibdi. Ya'ni hammamizning mujoratga Uyg'ur bolalarining va cho'nglarning vatanga qaytishdan iborat bu eng cho'ng, eng muhim orzusini mana shundoq obrazliq va ta'sirlik holda ifodalab berish maqsadiga yetibdi. Sayda nutqining oxirida bu tasavvur olimidan reallik olimiga nihoyat o'ngishli qaytib kelibdi va xiyollarni qanday qilib reallikqa aylantira oladiganligini nihoyat xoyil qilarliq xulosalabdi. Mayrimiz yana bu asrning nihoyat go'zal qistirma rasmlarini sizib chiqibdi. Bu rasmlarni ko'rib turib bu nutqni anglaganda anglag'uchida bir butun to'liq bo'lgan bir ta'sirot paydo bo'ldi ekan. Mayrimiz bu go'zal orzularni bayon qilgan chog'da agar mening bir xislatlik bo'yqum bo'lgan bo'lsa deb boshlanadigan chatma bayonlarga chechish orqali har bir qism boshlangan chog'da anglag'uchilarning diqqatini bir qitim yig'alabdi, bir yangi mazmun sunibdi. Bu jarayonda tili bek ravon va tushunishlik, intonatsiya urg'ularmi bek joyiga tushgan, o'zini tutishmi to'limi salmoq va erkin bo'lib anglagan kishiga nihoyat xotirjam bir tuyg'u bag'ishlaydi ekan. Sayda qizim, sizga desam siz nihoyat bir qobil yozuvchi, mahir rassom va usta notiq ekansiz. Bu mahoratlaringizning hammasi birlashib nutqingiz har jihatdan muvaffaqiyatga chiqqan bir asar bo'libdi deb o'yladim. Xislatlik bo'yingizda sizganlaringiz faqat bir tasavvur emas. U sizdek bir go'zal qalb egasining go'zal orzu armonlari. Deganingiz to'g'ri. Biz tirishsak, Allohdan chin yuragimizdan tilsak va umidimizni yo'qotmay ilgari bossak, bu orzularimiz cho'qim reallikka aylandi. Davomli tirishib, ona tilingizning xushnavo bulbuli bo'ling, orzu armonlaringizga ham yeting. Sizga ko'p rahmat. Buningdan keyingi o'rganishingizga, ona tili o'rganishingizga, maktabda o'rganishlaringizga va barliq ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Ko'p rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Zahra Tumaris. Bu yil 9 yoshga kirdim. Turkiyaning Istanbul shahrida yashayman. Bu nutqimda sizlarga achamni tunishtirib beraman. U aslida mening hammam, lekin men unga ach deyman. Acham Amerikada yashaydi. U bir muxbir, ovozi bek chiroyli. Uning o'qigan xabarini anglasam, tekrar anglag'im kelib ketadi. Acham Qashqarda tug'ilib cho'ng bo'lgan. Anamning deyishicha, kichigidan tortib she'r, maqol yozishni bek yaxshi ko'rdi ekan. Hatto uning taxallusi Aman Nisoxon ekan. Men bu she'r va maqol yozishni bek yaxshi ko'raman. Acham bilan boshqa bir o'xshash tarafimiz bo'lsa, ikkimiz xotira qoldirishni bek yaxshi ko'ramiz. Bir yerga sayohatga borsak, aşağıdan bir narsa toplab saqlaymiz. Ben kichik vaqtimda anam maktabga borganda acham menga qaratdi. Uning bilan o'yinlar o'ynaydik. U namozdan keyin so'zlab yuzimni beshimni silaydi. U bizni hayron qoldirishni bek yaxshi ko'radi. Bizga bir-biridan farqli savollarni yo'llaydi. Ba'zi vaqtlarda bizga xabar qilmay uyimizga keladi. Eng oxirgi uyimizga kelishida hammaylar xushal bo'lishiga ko'nglimiz bek yerim bo'lib ketdi. Chunki acham Amerikaga boradi. Uningdan acham namoz o'qigandan keyin so'zlab beshimni, yuzimni silmadi. Bila bahçeye chiqib o'ynay olmadik. Aradan 5 yil o'tgandan keyin bila ko'rishdik. U meni quchoqlab, so'yab, yig'lab ketdi. Uning bilan qisqa bo'lsa-mu yaxshi vaqt o'tkazdik. Uning bilan ayrilgan chog'da yig'lim kelib ketdi. Achamni qisqacha tanishtirishga to'g'ri kelsa, acham o'zi va ovozi bek chiroyli, tirishchan, mehribon, eng muhimi meni bek yaxshi ko'radi. Rahmat. Assalomu alaykum qizim Zahra. Nutqingiz meni söyündürdü. Yeşinizden allı burun halqıp ketken bir salapet adamni hem heyran kaldırdı hem qayıl kılıdı. Nutqinizda ağaçınızga olgan mehr muhabbetni xuddi ağaçınızga öz ağzınızdan dep berip atkandek sözlepsiz. Bu meni teqidimmi qayıl kıldı. Nutqinizda adamlar o'tirisidagi mehr muhabbatning qanchalik muhimligini sabiy tilda shundoq jonliq va qayıl qilarliq tushuntiribsiz. Bu mehr muhabbat bilan yashashingizga tilakdoshlik bildirman.
sizin tirishib o'qib, cho'ng bo'lganda Amerikadagi danglik oliy maktablarga o'tishingizni va ochingiz bilan Amerikada jam bo'lishingizni chin dilimdan tilayman. Bo'lsa, ochingizdek bir muxbir bo'ling. Bizga bu yoqimliq ovozingiz bilan yangi xabarlarni yetkazing. Sizga utuq tilayman. Assalomu alaykum. Meni ismim Sarvinur. Yaponiyaning Tokyo shahrida turman. Men bugun sizlarga buvam to'g'risida so'zlab beraman. Mening buvam bo'lsa, apamning darsi. Buvam bu yerda 70 yoshga keldi. Buvam bilan ko'rishmagli 8 yil bo'ldi. Buvamning asli kasbi bo'lsa temirchi ekan. Yana keyinda yog'ochchilikni o'rganibdi. Yana keyin kasbi bo'lsa yuk mashina shofirisi ekan. Buvam yuk mashina shofirisi bo'lib 50 yil bo'ldi. Bir qitim voqea tug'dirmabdi. Yana buvam pika bo'lsa o'rindiq, üstel, büşüklerini yasaydigan. Açam tug'ilgan vaqtdami büşükini yasab avitib berdi. Shu büşükda beşimiz ammamiz yetib cho'ng bo'lgan. 13 yil ardida mumam börak siri bo'lib qolibdi. Shuningdek buvam kasbiylarni hammasini tashlab mamamga amra bo'libdi. Yana aptida 3 qitim qon tozalashmishda bo'lmaydi ekan. Yana 5 yil ardida menga qon tushib palash bo'libdi. Buvam azirmo mamamga amra bo'libdi. Buvam mumamning tamak uylarni tozalab kirvatibdi. Buvam bek chidamchan, kuyuncan, mehribon odam. Men shundoq buvamga bek amroq. Men buvamlarning salomat uzun umr ko'rishini arzu qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Sarvinur Sirajiddin bizga o'zining bovisi, ya'ni cho'ng dadasi to'g'risida ixcham va shundoqla to'liq bo'lgan uchurlar mujassamlangan bir nutqni ravon Uyg'ur tilida so'zlab bergan. Bu nutqning g'albisi butkul bu nutqni anglag'uchi Sarvinur Sirajiddinning cho'ng dadasining qandaq bir kishi, qandaq bir shaxs ekanligini to'liq his qilib yetalaydi. Hamda shundoqla intayin cho'nqur ta'sirotga erishadi. Bundan keyin Sarvinur Sirajiddinning texmi yaxshi nutqlarni so'zlashiga va shundoqla o'rganishi va hayotining texmi utuqliq bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Assalamu alaykum hörmətli ustazlar, ata-analar və kiçik dostlar. Mən Türkina Şəmsdin. Bu yıl 10 yaş kirdim. Hazır Kanadada yaşayman. Doğulğandan tartıb kitabma hər zaman hər yerdə həmrah. Qulğum daimli qızqalıq hikayə çəkəcək, yıqımlıq şiir, mumluq Uyğur nəqşini anlaşılırdı. Şu səbəbdən mənim ən yaşlıdan dostummu, oyunçuqummu dəl kitab. Savadım çıxqandan tartıbla hər xil tül janrındakı kitablar dünyası məni özgə ram qılıb aldı. Təsəvvürümdə kitablar faqat qağız və siyahdan tutqanını bulmasdan belki hikaye çekecekler ki acayip garayibatlarga, sirlik sergüzeşlerge başlaydıgan sehirger gibi okşaydı. En mühimi kitaplar mening yalğızlığımga hemrah ve dost. Men Dünyadan Ballar kitabı yazgısıdın Eric Carle, Anthony Brown, Harry Potter'ın abdori Joanne Rowling, Ot'nun Kant'ın abdori ve Roald Dahl'ın yürüyüşlü kitaplarını pek mi yaxşı görüp okuyma. Bu kitaplar şunchalik tasavvurga boy, qiziqarliq ki o'qigan siri hamini unutib kitob ishiga boshchilab kirib ketaman. Lekin opam dadam doimla Uyg'urcha kitob o'qing deb turdi. O'qiy deb izsam, men qiziqgan kitoblarni topolmay, uyda bor kitoblarni chidab majburiy o'qiyman. Va nemishqa Uyg'ur yozuvchilar biz bolalarga shunday qiziqarli kitoblarni yozib bermagan deb ochiqlikdan qolaman.
Qanaq qilmaysiz bu boşluqni to'ldirg'ili bo'lmamdi? Mencha albatta bo'ldi. Biz cho'nglarning yetib berishini saqlab turguncha o'zimiz yazsaq texim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki men ana til darsimning yezishchilik topshiriqini va bolalar yozuvchilar jamiyatining vazifasini bek astoydil ishlab kelayotgancha yezishchilikni xeyli yaxshi yozaman. Amaliyotda maktabimning yezishchilikda alohidligim bor. Ba'zida she'rlarni yozib qo'yaman. Sinf mas'ulimga tug'ma talantli yozuvchi shoir deb baho bergan. Shunga o'y fikrlarimni ham yozib, ham qistirma rasmlarini chizib, bek aniq qiziqarli qilib ifodalayman. Bu alohidligim bilan ana tilimni texmo tirishib, izchil pishiq egallasamla bolalarga mos keladigan tasavvurga boy, qiziqarli, rangdor kitoblarni yozib chiqalaydiganligimga ishonaman. Dunyoning har qaysi joylarida mendek necha tillik, ana til ravon, talantli Uyg'ur bolalari intayin ko'p. Agar ota-onalar, muallimlar bizga mushundoq yaxshi sharoit va fursatlarni pat-pat yaratib bersalar, biz cho'qim hamma orzuyimizni amalga oshira olamiz. Bolalar kitobi yozishdak bo'shliqni to'ldira olamiz. Bizdanmi dunyoga dangliq yozuvchi shoirlar albatta ko'plab chiqadi. Rahmat. Turkinoz Şemşidin. Turkinoz biz burundan bilgan bir nutq so'zlash mahiri. O oldin qitimliq nutq so'zlash musobaqasida o'zining qaltis talanti bilan yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan. Bu qitim u bizmi kitob yoza olamiz degan texmi qaltis bir asarni ib kelibdi. Oldin qitimga selishtirganda Turkinozning mayli yazması bo'lsin, mayli uni so'zlash jarayonida bo'lsin, uning bu o'tgan qitimliq nutq musobaqasidan hozirga qadar o'tgan bu vaqt jarayonida nihoyat ilgari bosganligini, ko'rinarli ilgirganligini ko'rish tas emas. Turkinozning bu nutqini anglab, men bir ana va ana til o'qituvchisi bo'lish sifatim bilan uningdan bir kechirim so'rag'im keldi. Sizlarning muajiratda tug'ilib, o'sib yetilish, cho'ng bo'lish jarayoninglarda ko'rsatgan tirishchanliginglarga boqqanda, bizning sizlarga tayyorlab bergan materiallarimiz albatta pedagogikalik prinsiplarga tex to'liq tushmaydi. Chunki agar bilsanglar bolalarim, bizmi tarbiyalangan haqiqiy pedagoglar emas. Bizmi oldimizda bizga duch kelgan shu xirslarning oldida bosh egmay, biz bilmaydiq demay, qo'limizdan kelishicha qila olishimizcha sizlarga mushunchalik materiallarni tarjima qilib tayyorlab suna oldik. Lekin sizlar bizni nutqingizni anlagan kishi his qila oladi. Bu qilib aytganda qilsizlar. Ham bu qiyinchiliklarni hatto o'zinglarning jasorati va o'zinglarning mahorati, qobiliyati orqali hal qilmoqchi bo'libsizlar. Buni anglab men shundoq umidga to'ldim. Turkinozning bu maqolasiga kirishi bek yaxshi. Yazmasini o'zini tonishtirish va ona tildagi kitoblarni o'qish, bu kitoblarni qanday his qilganligi va buni bu vaqtda cho'nqur o'ylanganligi va buni qanday hal qilishi, anandan keyin buning bo'lgan ishonchisi va jasorati qatorliq mana bu qatlam ib kirgan anglag'uchiga nihoyat bir xil tartiblik, to'liq, logikalik bayon qilayotganligini ifodalab turibdi. Anandan keyin meni hammadan qoyil qilgan bir yeri Turkinoz buni faqat eliqi men qila olmayman emas, bizmi qila olamiz, bizmi kitob yoza olamiz deb bu ishni ko'pchilik bilan birlikda maslahat qilib yaxshi hamkorlik o'rnatish orqali hal qilib keta oladiganligini to'liq ishonch bilan aytadi. Turkinozning nutqini his qildinglar, uning chaqmoqdek ona tili bizga bir umid bag'ishlaydi. Uning bayon qilishlari shunchalik ravon, intonasiyasi shunchalik joyiga tushgan, anglag'uchilarga to'liq yuzlanib turib, xitob shaklida shu nutqini anglag'uchilarga to'liq yetkazalagan deb o'ylayman. Men Turkinozning bu nutqini anglagan vaqtimda bir yangi manzarani ko'rdim. Bir umidga to'ldim. U nima desanglar, shu bolalarimiz yozgan kitoblarni ko'rgandek, shu kitoblarning muqovasini silgandek, ichidagi ular sizgan aşı ranglar, go'zal qistirma rasmlarni ko'rib huzur olgandek bo'ldim. Turkinoz, sizga opirin aytaman. Meningcha siz va sizga o'xshash irodalik, tirishchan Uyg'ur bolalari bu ishni albatta qilib keta oladi. Sizlar kelgusining dangliq yozuvchilari, qaltis rassomlari va keyingi shu Uyg'ur bolalarining hayotida ular yaxshi ko'radigan kitob bo'lmaslikdek, shu bo'shliqni to'shtiradigan qaltis Uyg'urlardan bo'la olasizlar. Bizga bu umidni va kuch-quvvatni ato qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman va buningdan keyingi o'rganish hayotingizga texnik zo'r muvaffaqiyatlarni tilayman. Shu nutqingizda
tilga olgan barliq go'zal planlaringizning, orzularingizning reallikqa aylanishiga tilakdoshman. Biz albatta siz arzu qilgandek sizlarga mana shundoq o'rganish fursatlarini va shundoq fursatlarni ko'plab yaratib berish uchun eng zo'r tirishchiligimizni ko'rsatamiz. Qiynamizda hammamiz birlikda tirishaylik. Hazır oynaydigan bal tepish bek tez bo'lib ketdi. Men qolgan chog'imda sirtlarga chiqib, do'stlarim bilan birga o'ynashni bekmi orzu qilaman. Buni yana boshqalarmi orzu qildi ekan. Diqqatinglarda Avstraliyadan Ziba Iman bilan Najla Imanning o'rinlashida naqsha o'ynaydigan bala bormi? Assalomu alaykum. Biz Rabigul muallimning o'quvchilari. Benim ismim Ziba Iman. Ve benim ismim Najla Iman. Bugün biz sizlerge oynaydigan bala bormi degan naqshini o'rindab beramiz. Biz vatanda cho'ng bo'lmagan bo'lsakmi, bizni ko'rganlar vatanda cho'ng bo'lmikin deb qoldi. Shundaq ana tilimizda yozgan asarlarimizni ko'rganlar, so'zlaganlarimizni anglaganlar hayron qoladi. 11-14 yoshliklar guruhidagilarining nutqlari yuqorqi so'zlarimizni sizlarga isbotlab bergusi. Assalamu alaykum do'stlar. Men Bilge, Amerikaning Houston shahrida yashayman. Bugungi hikoya Ajdahoning o'limi. Quyosh parqirab chiqqan bir kun edi. Mark tog'larda piyoda minayotgan edi. U o'lash uchun tapanchani tang elayotgan edi. U lagerga tayyorlanayotgan vaqtda osmondan bir roar degan ovozni angladi. Osmon qarasa g'oyat zo'r bir qizil ajdaho bor ekan. Ajdaho pastga qarab chambarak shaklli o'tni yerga purladi. "Men seni yeyman!" deb baqirdi ajdaho. Mark tapanchasini qo'liga olib, "Men seni o'ldiraman!" deb baqirdi. Mark tapanchasini ajdahoning yuziga qaratib atdi. Necha o'q ajdahoning yuziga tegdi. Shu an ajdahoning yuzidan qon chiqishga boshladi. Ajdaho Markning qo'liga o't puylab ko'ydirib qo'ydi. Yana kelib atrofdagi daraxtlarga o't ketdi. Bir daraxt portlab, Mark o'rnidan chajrab chiqib, yerga qattiq yiqildi. Mark ko'zini ochib atrofiga qaradi. Hamma yerga o't ketgan ekan. Köygan qo'lidan qon chiqayotgan edi. Ajdaho uning tomog'ini yeyotgan edi.
Ajdaha Mark'ның təxi hayat ikənligini bilməyən ikən. Mark tapançını izləb tapalmadı. Lekin hər halda piçqi yenidi var ikən. Şu an Mark Ajdahanın boynuğa səkləb piçqini sincimoqçı boldu. Mark bu işini qıldı. Lekin Ajdaha ölmedi. Ajdaha Mark'ni boynundan yerге qattiq attı. Sen beni öldüremeysen! Dep mesxerlik küldü Ajdaha. Ondan Mark'ның tapançını buzdu. Endi sen beni qandaq öldürsen, he? Dep sordu Ajdaha. Mark taşның arqasından yem bir tapançını alıp "Mağnun bilen" dep barqırdı. Dep tüyücü kadar keynidən attı. Ajdaha "Yoq!" dep öldü. Rahmet. Assalamu alaykum oğlum Bilge. Nutqınız nəhayət təbii və canlıq çıxıbdı. Ajdaha bilan elişishning barliq jarayonlarini xuddi kino ko'rayotganda ko'z oldimga zohir qildingiz. Bu sizdagi ajoyib bir o'rindash qobiliyatining mahsuli deyishga bo'ladi. Sizdagi tabiiy qobiliyatdan shunday so'yindim. Bu qobiliyatingizni texnimni taraqqiy qildirishingizga chin qalbimda tilakdoshman. Qadimda Xitoylar ajdahoga, biz Uyg'urlar ko'k bo'riga cho'qingan. Siz bu nutqingizda bu qadimiy hikoyaga yangi tus ve yeni ma'no beribsiz. Uni texdimi jonlantiribsiz. Ajdahoni oxiri yengibsiz. Bu elish ro'yi sizga har vaqt hamroh bo'lg'ay. Bu ruh bilan reallikdagi ajdaholarni yengaysiz. Sizga zafar ve muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Uyg'ur tilini o'rgansa pul topqili bo'lamdi. Dadamning deyishicha, hozir muhojiratdagi Uyg'urlar İngiliz tilini yaxshi o'rganib, yana bir kasb egallasizlar bir oyni normal qamdug'idek pul topa oladi ekan. Agar uningga qo'shib o'zi turayotgan davlatning tilini mukammal egallasa, texmi yaxshi xizmat tepib, ko'proq pul topa oladi ekan. Undaqda Uyg'ur tilini o'rgansa pul topqil bo'lamdi? Bo'lmaydi. Aksicha nurg'un badal to'lashimizga to'g'ri keldi. Agar ana tilimizni hozircha to'rda o'rgansak, to'r chiqmay, ham pul topishga ishlatkili bo'ladigan vaqt sarf bo'ladi. Agar naq maydon sinflarga berib o'qisak, mashinaning may puli yoki boshqa kira puli to'laymiz. Va boshqa tillarni o'rgatadigan muallimlar maosh olsa, Uyg'ur ana til o'qituvchilari maosh olmoqda yo'q. Ko'p vaqt, zehn va ba'zida pulni sarf qiladi. Undaqda biz ana tilimizni nima tepish uchun o'rganamiz? Til pedagogları shundoq deydi. Agar ana tilda tafakkur yaxshi bo'lsa, ikkinchi tilni yaxshi o'rgangili bo'ladi. Bu biz ana tilimizni o'rganishimizning birinchi sababi. Ikkinchi sababi bo'lsa, biz özligimizni, Uyg'urligimizni saqlashimiz uchun. Ey ana til bizga sen, qolgan ulug'lardan nishon. Bu misradagi nishon so'zining ma'nosimi bir xil yo'l ko'rsatadigan belgilarga o'xshaydi. Ana tildan iborat bu nishon bizni burun yashagan ulug' Uyg'urlarga bog'laydi. Demek, Uyg'ur tilini o'rgansa pul topqili bo'lmaydi ekan. Lekin o'zimizni, millatimizni, eng oxirida vatanimizni topqili bo'ldi, inshaalloh. Assalomu alaykum. Asiya Adil to'g'ri talaffuz va ravon Uyg'ur tilida ona til o'rganishning ahamiyati va roli to'g'risida bir mükemmel ve şundaqla yuqori saviyadagi bir nutqni intayin g'albilik bizga sungan.
mayli til ifodalash jihatdan bo'lsin, mayli nutqninki mazmunninki saviyasiningki intayin o'zining yeshiga qarta yuqori saviyada bo'lg'uniga qaramay o'rindashda intayin ravon o'rindash jihatlardan bo'lsin, Asiya Adil bu o'zining bu nutqini intayin g'albilik tamomlagan deb qarayman. Hamda shundaqla Asiya Adilning bundan keyingi o'g'inishi va shundaqla hayotining texmi g'albilik bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Assalomu alaykum. Mening ismim Adiljon Abdulla. Men sizlarga o'zimning qiziqishlarimni so'zlab bermoqchi. Men 2011 yili 11 oyning 23 kuni Avstraliyada tug'ilgan. Men futbol tepishni, tarix o'rganishni va kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Men yangi bilimlarni o'rganishga bakmo qiziqaman. Har doim zo'r tirishchilik ko'rsataman. Men boya deganimdek futbol tepishni yaxshi ko'raman. Chunki futbol o'ynaganda taktika ishlatish kerak. Kollektiv hamkorlik bo'lmasa bo'lmaydi. Ba'zida qo'pollikmi kerak. Onun ustiga u dunyoning har qaysi joylarida nihoyat olqishga erishgan. Men futbol o'ynaganda orqa mudofaachi bo'lishni yaxshi ko'raman. Chunki sizning to'pni bir taraf qilish fursatingiz ko'p bo'lib, siz hujumchidek uncha ko'p energiya sarf qilmaysiz. Men eng yaxshi ko'radigan futbolchi Virgil van Dijk. O Liverpool futbol klubining orqa mudofaachisi. Chunki u taktika ishlatishga usta ham inkosi tez. Shundaqla bu nurg'un kishilar tarafidan dunyodagi eng yaxshi futbolchilarning biri deb qaralgan. Futbol tepishdan boshqa men tarixiy voqealarni bilishga amroq. Chunki uningda nurg'un o'lgulik ishlar va ajoyib qiziqarli hikoyalar bor. Men qomus o'qish, hujjatli film va kinolarni ko'rish orqali tarix uchurlarga erishaman. Mening eng yaxshi ko'radiganim imperiyalar tarixi. Ular keng zaminni bo'ysundirib, nihoyat uzoq bir mezgil ichida murakkab shaklda o'zgarib kelgan. Tarix o'rganishga munosabatlik yana qiziqishim bo'lsa kitob o'qish. Chunki u menga xushalik elib keladi. Yotoq uyimda nurg'un safarlarga chiqa olmayman. Men eng yaxshi ko'radigan kitoblarim bo'lsa Yura davri baxshili va ajoyibchilik o'yini yoshligi. Quloq solganlarga rahmat. Adiljon Abdulla. Mayirimiz Adiljon Abdulla bizga o'z qiziqishlarini tanishtirgan bir nutqni elib kelibdi. Bəkmi özün yeshiga tushgan, moslashgan, o'z yaxshi bayon qila oladigan bir temani tanlabdi. Bu bək yaxshi bo'ldi. Nutqida u kitob o'qishni yaxshi ko'radiganligi, tarix o'rganishni yaxshi ko'radiganligi va futbol o'ynashni yaxshi ko'radiganligini tilga oldi. Bularni boshda bir uchini birlashtirgan xulos shaklda bayon qilib, anandan har bir qiziqishiga ayrim-ayrim kirib tafsiliy to'xtalibdi. Bu qurilma nihoyat yaxshi o'rinlashtirilibdi deb o'yladim. Adiljonning ekranlab hayotimizga bösüp kirib nurg'un balalarni sog'lom ish faoliyatlar bilan shug'ullang'isi kelmaydigan darajada yomon o'gitib turmushimizga har xil salbiy ta'sirlarni olib kelayotgan shundoq bir kunlarda uning shundoq sog'lom, manfaatlik, o'zgacha ahamiyatli qiziqishlar borligini anglab men shundoq xush bo'ldim va umidga to'ldim. Nutqning beshidan Adiljon ravon ona tili bilan nihoyat zerek, chechan, tirishchan bir Uyg'ur bolasi ekanligini ifodalaganda, uning bu qiziqishlarini anglagandan keyin buning sababini bilgandek bo'ldim. Adiljon o'rganish qilishni yaxshi ko'radigan, kitoblardan bilim olishni yaxshi ko'radigan, futbol o'ynab chiniqib, badanni chiniqtirishni yaxshi ko'radigan bir bolamiz ekan. Mana shu sababdan u aqliy va jismoniy jihatlarda nihoyat yaxshi atrofli taraqqiy qilibdi. Adiljonning ana tili bək ravon ekan, talaffuzi aniq, bayonlarimi bək tushunishli. Buningdan uning ana tilini naqadar tirishib o'rganganligi, naqadar yaxshi yetaklanganligini ko'rib bilish tasimiz. Men Adiljonning mushu qiziqishlari bilan ya'ni davomli yaxshi birlikda shug'ullanib,
o'zi o'qiyotgan shu tarix kitoblaridagi o'lgulik shaxslar bor deydi-ku, shu o'lgulik shaxslarga o'xshash qaltis odamlardan bo'lib yetishib chiqishga chin dilimdan tilakdoshman. Uning ona tilini yana davomli tirishib o'rganishiga, yana dunyo tarixi qo'shib o'z millatining tarixini tirishib o'rganishiga, shu o'rgangan bilimlari bilan kelgusida Uyg'ur millati uchun ko'plab manfaatli xizmatlarni qilishiga tilakdoshman. Yaraysiz Adiljon, siz kelgusida o'zingiz o'qigan shu tarix kitoblaridagi qaltis odamlardanmi qaltis bir odam bo'la oladiksiz. Davomli tirishing. Assalomu alaykum ustozlar, ota-onalar va suyumli do'stlar. Men Muhammad Uyg'ur, Turkiya Istanbul shahrida yashayman. Men hozir sizlarga o'zim yozgan Shaxsiyatchi qiz nomli hikoyamni so'zlab beraman. Burunning burnusida Oyisha ismli bir qiz bor ekan. Oyisha bek umoq, chiroyli bo'lsa-mu, ammo bek shaxsiyatchi ekan. Dunyodagi hamma narsa mening deb o'ylaydi ekan. Bir kuni Oyishaning do'stlari Oyishaning uyiga o'ynashga kelibdi. O'ynash uchun o'yinchoq qutisini ochibdi. Mehmet o'yinchoq qutisidan bir mashina ilib o'ynashga boshlabdi. Buni ko'rgan Oyisha darhol mashinani Mehmetning qo'lidan tortib, "Bu mashina bek qimmatlik, boshqa bir narsa o'yna" debdi. Lekin Mehmetning boshqa bir narsa o'ynashga kelmabdi va ko'ngli bek yerim bo'ldi. Aynur bir qo'nchoqni ilishiga Oyisha yugurib kelib, qo'nchoqni Aynurning qo'lidan tortib, "Bu mening tug'ilgan kuni sovg'atim, o'ynama" debdi. Qolgan do'stlarining qo'lidagi o'yinchoqlarni bahona tepib ilibdi. Do'stlardan biri, "Agar sen shunday qilaversang, sen bilan o'ynamaymiz" debdi. Oyisha, "O'ynamasanglar, o'ynamanglar" debdi. Buni anglagan do'stlari uylariga ketib qoldi. Bir qish kuni Oyisha opasi bilan birga mo'misini yo'qlig'ida manganda yo'l bo'yidagi tog'dan qor ko'milib tushibdi va yo'l tusib qoldi. 1-2 soatdan keyin Oyisha bek uzab qursig'i ichib qoldi. Ichib yig'lashga boshlabdi. Buni ko'rgan mashinadagi bir ayol Oyishaga suv qatlama beribdi. Oyisha suvni ichib qatlamini yapti va bek xushal bo'ldi. Oyisha bu ishdan boshqalarni o'ylashni va shaxsiyatchilik qilmaslikni o'rganibdi. Uyga qaytgandan keyin Oyisha do'stlaridan afu so'rabdi va ikkinchilab shaxsiyatchilik qilmabdi. Assalomu alaykum o'g'lim Muhammad. Nutqingizga ko'pdan ko'p rahmat. Uningdagi ijodiylik diqqatimni tortdi. Bo'libmi bu nutqning tekstini o'zingizning yozganligi meni suyundirdi. Bu sizda bir ijodiy qobiliyatning borligini tushundirdi. Shuningdek, siz o'ylagan fikrlaringizni yoza oladigan va yoza olgan fikrlaringizni so'zlay oladigan bunday bir qobiliyatga ega ekansiz. Bilasiz, yoza olganlarning hammasi so'zlayolmaydi, so'zlay oladiganlarning hammasi yozolmaydi. Sizda yoza olishdan so'zlay olishninki har ikkisi mujassamlangan ekan. Buning bilan sizni tabriklayman. Texmi ko'p qutuqlar sizga yor bo'lg'ay. Buningdan keyin texidami ijodiy nutqlarni so'zlashingizga tilakdoshlik bildiraman. Xalqimiz sizga o'xshash tirishchan va ijodiylikqa boy o'smirlarga va yoshlarga ehtiyojliq. Xalqimizning bu umidini aqlay oladiganligingizga ishonaman va sizga oxirida qutuq tilayman. Omon bo'ling. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, suyumli savoldoshlar. Yaxshimisizlar? Men Sumayya Iltar. 12 yoshga kirdim. Turkiyada yashayman. Endi huzuringizga xushallikqa erishish degan maqolimni sunmoqchi. Xushallikqa erishish. Odamlar har xil ishlardan xushal bo'ladi. Ba'zilar kitob o'qishdan xushal bo'lsa, ba'zilar sayohat qilishdan xushal bo'ladi. Ba'zi xushallik vaqtlik bo'lsa, ba'zi xushallik umrlik, unutilmas bo'ladi. Ma'lum g'oya orzuga erishgandagi xushallik to'limi unutilmas bo'lib, har esganda odamning hayojoniga silib, tabiiy xushallik tuyg'usi berdikan, men sizlar bilan unutilmas xushalligimni o'rtoqlashmoqchi. Men nuqtaliq o'rta maktabga chiqqandan keyin akademik dars bilan birga qarilik sinfiga tanlandim. Aslida men ingliz tili sinfiga kirishni o'ylagan edim.
Şunlaşqa başta o'ylanib turib qoldim. Anam ixtiyorlikni menga berib, xohlasangiz qaliq sinfiga kiring, xohlasangiz boshqa maktablarning ingliz tili sinfiga kirsangiz bo'ldi dedi. Menmo bir sinab tirishib baqay. Bu bir arzum idi dedim. Men qat'iy niyatga kelib, maktabning sistemichi bo'yicha tirishdim. Haqiqatan maktab darsi bilan billa Qur'on yodlash unchalik oson emas edi. Dastlabdagi yili 100 o'quvchi bilan boshlagan bu karvon bir yil ichida 40 o'quvchiga tushib qoldi. Mana bu ilm o'rganishning unchalik oson emasligini tirishmasak hech bir orzumizga yetolmaydiganligimizning isboti edi. Men oxiri tirishib bir yil ichida Qur'onni to'liq yodlab, Diyonat akademiyasi olgan imtihondan o'tdim. Shahodat belgisiga erishdim. Bu shahodat belgisi meni, oilamni va barliq o'quvchimni shunchalik xushal qildi. Men huzurning ta'minini tutib qoldim. Sizlarmi tutib boqishni xohlamsizlar? Undaqda xushallik, huzur hammamizga yor bo'lsin. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Sumayya Eltar bu nutqda Ravon Uyg'ur tilida xushallik to'g'risida bizga aniqlama bergan va shundaqla xushallikning har xil bo'ladiganligini so'zlab o'tish bilan birga oxirida unutilmas xushallikning qanday bo'ladiganligini o'zining amaliy kechirmishi orqali o'zining o'rganish jarayonidagi sarguzashtlarini bizga so'zlash orqali bizga unutilmas xushallik to'g'risida bir saboq bergan. Bu intayin g'albilik chiqqan, intayin yaxshi so'zlangan bir nutq Sumayya Eltarning bundan keyingi o'rganishiga va hayotiga texmi ko'p utuqlarni tilayman. Assalomu alaykum. Mening ismim Akif Uyg'ur. Men 12 yoshga kirdim. Mening bugun sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan nutqimning temasi psixologiyalik bir hodisa bo'lgan deja vu haqida bo'ladi. Bu temani psixologiyaga nihoyatda qiziqqanligim uchun tanladim. Sizlar ma'lum bir ishni beshinglardan o'tkazmay turib, bu ish beshinglardan o'tib boqqandek yoki hozir yuz berib boqqan bir ish burun beshinglardan o'tib boqqandek hissiyotga kelib boqqanmi? Menimcha bo'lsa, ko'pinchamiz bunday hissiyotga kelib boqqan. Mana bu xil psixologiyalik hodisaga deja vu deymiz. Deja vu fransuzcha bir so'z bo'lib, ko'rib boqqan degan ma'nosi bor. 1876-yili fransiyalik filosof Emil Boyrak tunjulib bu atalg'ini ishlatgan. Shu vaqtdan buyon hozirgacha bu vaqtdagi tadqiqotlar uzilmay davom etayotgan bo'lsa-mu, tadqiqotchilarning deja vu haqida aniq bir ko'z qarashga kelgani yo'q. Xuddi kompyuterning markaziy bir taraf qilg'uchisi sekundiga millionlagan uchurlarni bir taraf qilgandek, bedanimizning markaziy bir taraf qilg'uchisi bo'lgan miyamizmi sekundiga minglagan uchurlarni bir taraf qiladi. Psixologlarning va nervshunoslarning qarashicha, kishining turmush ritmi ziyoda tezlashib ketgan vaqtda miyamiz bu uchurlarni bir taraf qilishda qiynaladi va bu uchurlarni xato yoki benormal bir taraf qilishga boshlaydi. Bu xuddi kompyuter qizib ketganda qetib qolishiga o'xshaydi. Britaniya qomusining tushuntirishiga asosan deja vu ko'rib boqmagan bir narsani ko'rib boqqandek, anglab boqmagan bir ovozni anglab boqqandek yoki purab boqmagan bir puroqni purab boqqandek bo'lish hissiyotidir. Endi kelayli, deja vuning salomatligimizga qanday ziyonlari bor? Ta'limimizga deja vu xatarlik turidagi psixik kasalliklar qatoriga kirmaydi. Lekin yana ham deja vuga sal qarag'ili bo'lmaydi. Agar deja vu yuz berishga davomlashaversa, chuqur xatarlik oqibatlarini kelib chiqaradi. Shunga deja vu yuz bergan vaqtda psixolog doktori ko'rishimiz kerak. Salomatlik bütün muvaffaqiyatlarning tub kapolatidir. O'zingizni asrang. Ko'ngil qo'yib anglag'iningizga rahmat. Akif Uyg'ur.
Mayırımız Akif bizge burundan tanışlık. O aldın qitimliq nutq so'zlash musobaqalaridimi nayt qaltis nutq maharati bilan bizning qoyilligimizni qo'zg'agan va yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan. Bu qitim u yana nayt o'zgacha bir temadagi nutqni ib kelibdi. U bu qitimqi nutqida bir psixologiyalik hodisa bo'lgan dijavuni tanishtirishni maqsad qilibdi. Men shaxsan dijavu degan bu atalg'ini anglablam kallamda derhal bu nimada degan bir savol paydo bo'ldi. Akif leksiyasining beshida anglag'uchilarga savol qo'yish usuli orqali bizni shu nutqqa ilib kirdi. Shaxsan Akifning bayonlaridan menda bu xil psixologik hodisasining ko'rilib baqqanligini darhol his qildim. Men nayt ko'p qitim yuz berganligi uchun buning zodi qandaq bir ish ekanligi, buning sababining zodi nima ekanligini bilish istigida bütün zihnim bilan davomli quloq soldim. Keyingi bayonlar bizga dijavu haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Bulardan bildimki, dijavu amaliyotda bizning turmush ritmimizning tezlashib ketganligi, qalbimizda saqlagan uchurlarning bekchiq bo'lib ketishi, besimning eshib ketishi sababidan kelib chiqadi ekan. Gerçi bu bek xatarlik bir ahvol bo'lmasa-mu, lekin biz salomatligimiz uchun shunday ahvol ko'rilgan chog'da cho'qim diqqatli bo'lishimiz kerak ekan. Akifning nutqining oxiridagi nuqtalar bizga buni sa'mizga soldi. Nurg'ullarimiz salomatlik desa, masalan, sog'lom yeb ichish, chiniqish degandek nuqtalarga bek diqqat qilamiz. Lekin turmush ritmimizning qanday bo'lib ketayotganligi, buning bizning ruhiy dunyomiz qanday besimlarni paydo qilayotganligi, kallamizni qanday charchatayotganligi degan nuqtalarni asosan nazardan saqlab qolamiz. Shunga Akifning bu nutqi tema jihatdan ilib aytgan chog'da nihoyat o'zgacha bo'lgan, bizga bir qimmatlik bilim bergan bir ajoyib katta bir ilmiy savod bo'ldi ana tilimizda. Akifning bu bayonlari nihoyat logikalik, bayonlar bek ravon, rəddlik, o'tirliqlarda masalan dastlabki bayon, uni xulosalash, anglag'uchilarga savol qo'yish degandek usullarni qo'llash orqali nutqning jonliq, diqqatni yig'adigan, qoyil qilarliq va bir ilmiy qimmati bor bir nutq bo'lishni ishga oshirgan. Akifning bundan keyin buningdanmi qaltis temalarda izlanib, bizga texnik qaltis ilmiy savodlarni sinishiga tilakdoshman va to'tkiz bilan kutaman. Akifga ko'pdan-ko'p rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Sharqinur. Men Yaponiyaning Tokio shahrida turaman. Men bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan tema bo'lsa, Yaponiyaning alal yemaklik to'g'risida. Bu tema bakra inchik bo'lib, men so'zlashga sal ojizlik qilib qolishim mumkin. Lekin men o'zim biladigan va izlangan ishlarga asosan sizlarga so'zlab bermoqchiman. Yaponiya bir alal davlati bo'lib, bilan millat bor. Yerlik musulmon bek az. Shuningga islom to'g'riliq bilimimi bek az. Shuningga kichik vaqt tatib, muallimlarim, savodoshlarim menga har xil savollarni so'raydi. Shu vaqtda o'ylaganlarim, izlanganlarimga asosan tuvandagi nuqtaga latlab chiqdim. Beshida biz nerdan alal yemaklik sotish to'g'risida. Biz ko'pincha alal yemaklik sotadigan shirkatning to'rbitidan olamiz. Shularni pochta orqali avatib berdik. Yana Yaponiyada va Pokiston, Hindistonlarning kichikdan alal yemaklik sotadigan do'konlarimi bor. Shu yerda oladiganlarmi bor, lekin uy yiroq odam uchun sal qulaysiz. Yana Yaponiyaning Gyomusupa qatorliq tanla bozoridan oladiganlarmi bor. Alal markalik to'g'ri go'shti yemakliklari sotadi. Yana biz ba'zida restoranlarga kiramiz. Albatta turkcha, uyg'urcha qatorliq islom alal yemakliklarini yeymiz. Lekin ba'zida yevropacha, yaponcha tamoqlarni yeyimiz kelgan vaqtda restoranlarga kiramiz. Shu vaqtda gözsiz, biliqliq tamoqlarni tanlab yeymiz. Eng oxirida marojna, kompyuterlarning biz amroq ushaq yemakliklar to'g'risida. Yaponiyada yegir bo'ladigan ushaq yemakliklar ko'p emas. Shuningga biz oqirdagi tarkibini qarab tanlaymiz.
Şübhelik narsa bo'lsa telefon urib, aniqlab bo'lgandan keyin yeymiz. Men anglashimcha Uyg'urlarning ichidami halol yemekliklarni izlanib yeyish avaychilik deb bo'lib, halol emas tamoqlarni yeydiganlar mı barkan. Lekin biz izlansaklar halol yemekliklarni topalaymiz. Yana aytsakmi burda? Shuningga biz o'zimizning salomati va oxirati uchun halol yemeklik yeyishga tirishaylik. Assalomu alaykum, qizim Sharqinur. Halol yemeklik haqidagi nutqingiz amaliy va tushunishli bo'libdi. Buning uchun sizga rahmat aytaman. Sizning bunday bir qiyin temani nəhayət ilmi asasda Uyğur tilida tushundira olishingiz meni bək xoş qildi. Men sizning nutqingizdan sizdagi bir ilmiy pozitsiyani ko'rdim. Shuningdek, ya'ni shunimi ko'rdimki, kelgusi siz yaramliq bir ilm-fan xodim bo'lib yetishgudaksiz. Xalqimiz sizga bir tirishchan va ilm-fanni so'ydigan yosh o'smirlarga ehtiyojli. Uyghur tilini texidimi puxta o'rganib, Uyghur tilida mana shunga o'xshash texidimi esil temalarni yozishingizga va so'zlashingizga tilakdoshman. Sizdan o'rganib, texidimi ko'p Uyghur o'smirlari Uyghur tilida ana fan texnikaga oid texidimi ko'p asarlarni yozg'ay va siz kabi so'zligay. Sizga utuq tilayman. Assalamu alaykum hürmetlik ustazlar, ata-analar ve söyümlük dostlar. Ben Abdurrahman Uyghur. Ben Türkiye İstanbul şehrinde yaşayman. Ben kitap okuşunu kiçigimden nahayeti yaxşı görürüm. Şuna nurgun kitaplarını okudum. Okugan kitaplarımdan nahayeti köp faydalarını aldım. Bu sebepten kitap okuşunun faydaları hakkında sözlüğüm var. Kitap okuşunun faydaları nahayeti köp. Mesela kitap okuganda yeni sözlerini öğreniriz. Kitaptaki mezmunlardan bilmeydiğin nurgun narselerini öğreniriz. Hatta kitap okugan sili zihnimiz texmi içildi ve hayal gücümüz nahayeti tez terakki qildi. Men kitap okugan çağda kitaplardaki personajlarını, mazmunlarını göz aldımda hayal gücüm bilen canlandırıman. Kitaplardaki mazmunlarını tasavvur qilib okuyman. Hatta bazı kitaplardaki personajlardan biri bulup, ularning qilgan ishlarini qilg'im yoki ulardek bir odam bo'lg'im keldi. Men kitap okugan çağda bek jiq narsalarni öğrendim ve öğrendim. Şuna kitap okugan vaqtlarim dünyadaki en güzel vaqtlarimdan biri. Qısqacha aytganda, kitap o'qishning nihoyatda jiq foydalari bor. Kitap o'qishning foydalarini men sanasam tugatolmayman. Şuna her biringlarga kitap o'qish vaqt chiqarib kitap o'qishinglarni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Abdurrahman Uyghur o'zining to'g'ri talaffuz va ravon Uyghur tilida tamkin holda bizga kitob o'qishning ahamiyati va roli shundaqla foydalari haqida o'zining his qilganlari to'g'risida intayin g'albilik so'zlangan bir nutqni bizga sungan. Bu nutqda Abdurrahman Uyg'urning Uyg'ur tiliga intayin ravon ekanligini ko'rguchi va anglag'uchi his qilib yetalaydi. Bundan keyin Abdurrahman Uyg'urning texmi yaxshi nutqlarni so'zlashiga va shundaqla o'rganishiga texmi zo'r utuqlarni tilayman. Assalamu alaykum. Mening ismim Alibjon. Yana necha kundan keyin 13 yoshga kiraman. Hozir 7-yilda o'qiyapman. Men 5-yilda o'qiyotganda bir do'stimning ko'p o'ynayotganligini ko'rib, ko'p o'ynashga qiziqib qolgan edim. Ko'p desam, hammalarning ko'z oldiga 6 kvadrat yuzi bor bir 3D jism keldigo deyman. Dunyoda nurg'unlagan odamlar ko'p o'ynashni bakmi yaxshi ko'radi.
Ondaqda buni nimishqa shunchacık adam qiziqib o'ynaydi? Men sizlarga bu kupning tarixini azroq so'zlab beray. 1974-yili Vengriyalik professor Erno Rubik bir kubik yasab, her bir tarafiga rangli chaplaq chaplabdi. U buni sehrli kubik deb atabdi. Rubik professor kubik jismni burash va aylantirishni bakmi yaxshi ko'radigan. U kubni burab o'ynayotganda ranglarining hammasining ayrılışıp ketkenligini ko'ribdi-da, uni asli holatiga aklashning amalini tepishga boshlabdi. Ko'p o'ynash va tajriba qilish orqali Rubik apandi oxiri kubni asli holatiga aklashning sirrini tepibdi. U alohida usul bilan ko'psimon jismning parchalarini yo'tkazsa, ondan barliq ranglarning asli holatiga qaytarib oladiganligini bayqabdi. Keyin bu xil ko'p dunyoda Rubik kupi deb nom elib, keng ko'lamli sotilishga boshlabdi. 1980-yili Rubik kupi xalqaro zilzila paydo qilib, dunyoning har qaysi joylaridagi kishilar Rubik kupini o'ynashga kelishib ketibdi. Bu bir maydon g'oyat zo'r ko'p o'ynash to'lqini qo'zg'abdi. Shuningdan boshlab nurg'un kishilar kimning Rubik kupini eng tez yesharadiganligini bilish uchun musobaqalashga boshlagan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi odamlar necha maydondan sehrli kubik lavha talashish musobaqasi o'tkazildi. Ba'zi kishilar bir necha sekund ichida hal qila oladi. Mana bu kubning qisqacha hikoyasi. Rangdor, kichik kvadratlardan tarkib topgan bir kubni o'ng, so'l, osti ustiga burab qalamqon qilib o'tamiz. Ondan yana bir amallarni qilib, uni hasi oldiga aklamiz. Qaramaqa oddiy bo'lgan kub dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarga xushalliq va hayajon elib keladi. Qani sizmi sinab baqing, balkim sizmi kub shohi bo'lib qolishingiz mumkin. Rahmat. Alipcan Abdullah. Mayırımız Alipcan bizge köpligen balla bildiğin oynashni yaxshi ko'radigan, adamning zihnini ve aqlini ochadigan o'zgacha o'yinchi kubning tarixi ve onun oynash usulini tanishtirishni maqsad qilgan bir nutqni ip kepti. Menmi kub oynashni bek yaxshi ko'raman, lekin hozirgacha kubni qurashtiramadim. Shunga kub o'ynaydigan ve onu qurashtira oladigan bolalarga ve cho'nglarga bekmi qoyil bo'laman ve bekmi havas qilaman. Men gerçi kub oynashni yaxshi ko'rsammi, lekin uning tarixidan xabarsiz ekanman-to'q. Bilmaydim ekan bu vaqtda. Bugun mana Alipcanning bu nutqini anglagandan keyin kubning ijodchisi Rubik apandining iznish safaridan xabardor bo'ldim va bu jarayonda shu kubning nima uchun Rubik kub deb atilganligini bilib oldim. Alipcan bu kubni tanishtirganda avval kubning tarixini so'zlab, anandan keyin kubdan iborat bu o'yinchining qanday o'ynalganligini tanishtirgan. Menimcha bu tartib pek yaxshi bo'lgan, chunki Alipcanning bu nutqini boshda anglagan vaqtimizda kub haqida bir tushunchaga ega bo'lgandan keyin, uning tarixini bilgandan keyin ondan qiziqish tug'ilib, bu kubni zodi qanday o'ynaydigandi degan bir savol paydo bo'lsa, anandan keyin keyingi bayonlar bu savolga javob berganda, shunga kubdan faqat xabarsiz kishilarmi bu nutqni anglagan vaqtda bir yaxshi usulda ya to'g'ri usulda yetaklandı ekan. Alipcanning bu nutqiga biz kub haqida yuzaki tushuncha bilan kirib, atrofliq mo'l tushuncha bilan chiqib ekanmiz. Alipcanning bayonlari nihoyat meg'izliq va tushunishlik. Alipcanning bu ravon jonliq bayonlaridan uning ona til asosining nihoyat kuchlik, puxta ekanligini ko'rib olish tas emas. Alipcan yana bayonlarida masalan anglag'uvchilar savol qo'yish qatorliq shakllardan foydalanib, usullardan foydalanib, anglag'uvchilarni nutqning mazmuniga ib kirish, nutqning mazmuni haqida izlanishga yetaklagan, anglag'uvchilarning diqqatini tutib tura olgan bu nihoyat o'zgacha bo'lgan bir xil nutq mahoratlaridan hisoblandi. Men Alipcanning bu nutqining muvaffaqiyatini chin dilimdan tabriklayman. Uning bu ravon ona tilining texmi ravon bo'lib ketishini tilayman. Assalomu alaykum ustozlar va sevimli do'stlar. Mening ismim Afzal Uyg'ur. Men hozir Turkiya, Istanbulda yashayapman. Sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan nutqimning temasi
Güzel ahlaklık buluş ve onun ehemmiyeti. Güzel ahlak diyen nime? Güzel ahlak barlıq yaxşı pəzlətlərini körsüdür. Məsələn, rastçılıq, yalan etmezlik, mertlik, başkalarına oylaş qatarlıqlar güzel ahlakka gördü. Bir insan bu güzel ahlaklara iyi olsa, iki dünyada mı bəxtlik buldu. Eğer bir insan da fakat ilim ya ki mal dünya bulup güzel ahlak bulmuşsa, o insanın ilim ve mal dünyası hiçbir işe yaramaydı. Belki ahlakı naçar bulgaçka ilim ve mal dünyasının naçar işlere işitişimi mümkün. Şu an insanda ilim ve mal dünyanın texmi mühim olduğunu güzel ahlak. Bu doğruluk ata bulurumuzun mundaq degen alim bolguça Adem bul degen dinimizde mi ahlakı güzel kişi Allah'ın en suyumlu kişisidir. Güzel ahlak cennetten yoldur deyilgen. Şu an biz ilim ve mal dünyanın cıqlığını oylamay aldıda özümüzden bak ahlaklı bir adam buluşumuzu oylap özümüzden bak ahlaklı bir adam buluşu için tayarlaşmamız gerek ve ahlakı naçar olan başka insanlarla ahlakını güzel kılış için tüzdüp Allah'a yardım kılıp etrafımızga güzel ahlakını takışımız gerek. Biz eğer güzel ahlaklı bulsak etrafımızdakiler ama bizni tatip güzel ahlaklı buldu. Şu an aldıda biz özümüzün güzel ahlaklık bulup anlayken etrafımızda güzel ahlaklıkını yiyişimiz gerek. Assalamu alaikum oğlum Absalam. Nutqunuzdan söyündüm. Siz Uygurlarning hem milli hem dini düşüncesideki ahlak karşısında şunday eniq, tushunishlik ve tertiplik bayan qilib beribsiz. Shuningdek sizning ahlak temasini tutuşunuz chet eldagi Uygur yoshlarimiz uchun nihoyat yaxshi bir ulgu bo'ladi. Buningdan keyin texdimmi tirishib, yangi temalarni, nutqlarni diqqatimizga sunib turishingizga tilakdoshlik bildiraman. Sizga baxt ve omad tilayman. Aman bo'ling. Men natiq, siz natiq, biz hammamiz natiq. Agar baholash bo'lmagan bo'lsa, hamma mahirlar cho'qim birinchi bo'lgan bo'ladi. 5-ci qıtımlıq Mən Natiq Uyğur oxuncuları nutuq sözləş müsabiqəsiyə qatnaşqan mahirlərinin nəticəsini görüş üçün diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Yeddə 8 yaşlıqlar qrupsi bo'yicha eng canlıq natiq mukofotiga erishgan mahir Sarvi Qosimjon. 7-8 yaşlıqlar qrupsi bo'yicha eng tamkin natiq mukofotiga erishgan mahir Abdulaziz Sutuqbug'ra, Aytumar Azimat. 7-8 yaşlıqlar qrupsi bo'yicha eng jasur natiq mukofotiga erishgan mahir Faruq Imom. 7-8 yaşlıqlar qrupsi bo'yicha 3. derecalik mukofotga erishgan mahirlar Zubayr Aziz, Fatima Mahmud, Zahra Irfon. 7-8 yaşlıqlar qrupsi bo'yicha 2. derecalik mukofotga erishgan mahirlar Hümayra Mamtili Tavfiq, Mus'ab Aysajon. 7-8 yaşlıqlar qrupsi bo'yicha 1. derecalik mukofotga erishgan mahir Zahra Xolid. 9-10 yaşlıqlar qrupsi bo'yicha eng canlıq natiq mukofotiga erishgan mahir Sarvinur Sirajiddin. 9-10 yaşlıqlar qrupsi bo'yicha eng jasur natiq mukofotiga erishgan mahir Bilginur Sirajiddin. 9-10 yaşlıqlar qrupsi bo'yicha 3. derecalik mukofotga erishgan mahirlar Zahra Tumaris Baqi, Fatima Iltar.
9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha 2 darajalik mukofotga erishgan mahirlar Saida Subhi, Maryam Adil, Elif Uyg'ur. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha 1 darajalik mukofotga erishgan mahir Turkinoz Shamshidin. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jonliq natiq mukofotiga erishgan mahir Muhammad Uyg'ur. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng tamkin natiq mukofotiga erishgan mahir Abdurahmon Uyg'ur. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jasur natiq mukofotiga erishgan mahirlar Sharqinur Sirajiddin, Abdusalam Uyg'ur. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha 3 darajalik mukofotga erishgan mahirlar Asiya Adil, Adiljon Abdulla, Alpjon Abdulla. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha 2 darajalik mukofotga erishgan mahirlar Bilga Ikram, Sumayya Eltar. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha 1 darajalik mukofotga erishgan mahir Akif Uyg'ur. 1 darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Avlod nashriyoti tarafidan nashrga tayyorlangan 57 parcha kitobdan tashkil topgan 3 yurish yosh o'smirlar o'qishliqi sovg'a qilinadi. 2 darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Taklimakon nashriyoti tarafidan qayta bisilgan Uyg'ur xalq maqol tamsillari nomli kitob sovg'a qilinadi. 3 darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Avlod nashriyoti tarafidan nashr qilingan Tosh hikoyalari yurishlik kitoblari sovg'a qilinadi. Eng jonliq natiq, eng tamkin natiq, eng jasur natiq mukofotlarga erishgan mahirlarga Avlod nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sizning masjidingiz qandaq rangda nomli kitob sovg'a qilinadi. Barliq mahirlarni chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. Ko'z yumolmas haqiqat, ana tilim ulug' til. Raqobatdan qolmaysan, o'rgan hardam to'liq bil. Aziz qarindoshlar, bu qitimliq musobaqamiz oxirlashdi. Lekin bizning ana tili o'rganish safarimiz oyoqlashmaydi. Biz hozir o'rganamiz. Kelgusida keyingilarga o'rgatamiz. Musobaqaga qatnashgan barliq mahirlarga, nur avatgan do'stlarga, ilhomlantirgan ustozlarga, qimmatli vaqtini chiqarib ko'rgan qarindoshlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Kelar qitimliq musobaqada ko'rishaylik.